Programmasi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi suhbatimizda sizlar bilan birgalikda O'zbekistonda eng ommalashgan mavzu Green Card Amerikaga ochiq yo'l haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatimizni asosiy mehmoni va eksperti Visa Support tashkilotining rahbari Nabiyev Nuriddin aka bo'ladi va Kamina 2025-yilda DV 2025 g'olibi Visa Support kompaniyasi bilan birgalikda shu yo'lni 1,5 yillik yo'lni bosib o'tgan Abbosbek Turobidinov bo'laman. Bugungi suhbatimiz asosan Green Card'dagi mavzular, Green Card'ni hozirgi paytda pulli bo'lganligi va har bir jarayonni ochiq-oydin gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Bundan tashqari o'zimni o'sha Green Card'da boshlanishidan to oxirigacha qanday qilib viza olgan jarayonlarimni yoritib boramiz. Birinchi suhbatimizni Nuriddin akaga yuzlansak. Assalomu alaykum Nuriddin aka. Va alaykum assalom. Hammaga assalomu alaykum. Rahmat podkastga taklif qilganingiz uchun. Haqiqatda hozirgi kunni aktual mavzusi desak adashmaymiz. Ayniqsa mana bir hafta 10 kundan keyin yangi sezon ochiladi. Bu Green Card bilan bog'liq bizani O'zbekistonda o'zbeklar orasida juda ham ko'p tushunmovchiliklar bor, har xil fikrlar bor, qayerda o'ynasa sirlari qanaqa va hokazo degan. O'shanga qo'ldan kelgancha yengillik bo'ladigan, odamlarga manfaat bo'ladigan ma'lumot beramiz. Rahmat. Birinchi savol bilan yuzlansam, Nuriddin aka, oddiy so'z bilan aytganda, Green Card'da o'zi nima? Nega aynan AQSh hukumatı Green Card dasturini joriy qilgan? Masalan, bilamizki, Buyuk Britaniyada yoki Yevropada ko'plab davlatlarda Green Card yo'q. O'sha maqsadi nimadan iborat Green Card'ning? O'zi nima? Xo'p, Green Card bu xalq og'zidagi nomi, o'zi aslida bu programma nomi Diversity Visa Lottery. Ya diversity degani turli millatlarga mansublik degani. Bilamiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zini tub aholisi yo'q. Ya'ni tub aholisi indeyslar bo'lgan, keyin Yevropadan turli millatlardan odamlar borishni boshlagan. Va Amerika mintaqasida biror bir millat vakili dominant, ya'ni asosiy millat bo'lib qolmasligi kerak. Hozir kecha kunduzda masalan Meksika, Xitoy vakillari juda ham ko'p Amerikada. Va Amerikaning o'zini tamoyili shunaqaki, bitta katta qozon, u qozonning ichida turli millatlar teng sharoitlar asosida qaynash kerak. Ya'ni bitta millat asosiy bo'lib ketish kerak emas. Shu millatlarning har xilligini ta'minlash maqsadida shu Diversity Visa Lottery degan programma o'ylab topilgan 90-yillarning boshlarida. Programmaning maqsadi shunaqaki, oxirgi 5 yil ichida Amerika Qo'shma Shtatlariga qaysi mamlakatdan 50 mingdan kam migrant kelgan bo'lsa, o'sha mamlakat vakillari lotereya orqali boyagi jamiyatdagi o'rni to'ldiriladi. Masalan, lotereyada Angliya, Hindiston, Xitoy, Meksika va yana shunga o'xshagan bir 11 ta 12 tacha davlat qatnasha olmaydi. Nimaga? Chunki bu millat vakillari Amerikada yetarlicha. Endi qanchalik biror bir millat vakili kam bo'lsa Amerikada Green Card'da, ya'ni Diversity Visa Lottery'da shunchalik mana shu mamlakat vakillari ko'proq yutadi. Masalan, O'zbekiston oxirgi 2-3 yildan beri birinchilikni qo'ldan boy bermaydi. Ya'ni eng ko'p yutuv yutadigan mamlakatlar sirasiga kiradi. Chunki bizdan immigratsiya qilish faqat Green Card yo'li bilan. Mana shu lotereya orqali H1B viza, yana shunga o'xshagan boshqa immigratsion programmalar bizdan ommalashmagan. Hindistonda juda ham ko'p shu EB2, EB3 degan programmalar bor, immigratsiya qilish ommalashib, bularning o'zi limiti to'lgan. Shuning uchun bular Green Card o'yna olmaydi. Biz ham qachonki oxirgi 5 yillikda 50 mingta migrant bersak Amerikaga, Green Card'da ishtirok etmaydigan mamlakatlar sirasiga kirib qolamiz. Lekin meni prognozim bo'yicha yaqin 5-10 yil ichida hali bizga bu darajaga yetishimizga bor. Chunki O'zbekistondan migratsiya qilish uchun eng populyarning, eng keng tarqalgan yo'li mana shu Green Card. Ko'pchilik o'ylaydi, ko'pchilik chiqib ketyapti-ku deb o'ylaydi. Aslida viza immigrant, non-immigrant vizaga bo'linadi-da. Non-immigratsion viza bilan noqonuniy chiqib ketish boshqa, immigratsion viza bilan chiqish boshqa. Non-immigratsiondan chiqqan hisobga kirmaydi. Chunki ular nelegal yurishibdi-da. Aynan immigratsionning boyiga qog'ozdan o'tgan, ro'yxatdan o'tgani hisobga o'tadi. O'zimga yangilik bo'ldi to'g'risi Nuriddin aka. Ajoyib. Ikkinchi savolimiz, Green Card yutish bu qanday imkoniyatlar eshigini ochadi va qancha muddatga amal qiladi? Ko'pchilik savol bergan. Bu Green Card yutish juda ko'p imkoniyatlar eshigini ochadi. Deyarli Amerika fuqarosi bilan bir xil huquqlarni beradi, faqatgina saylovda ishtirok etish imkoniyati bo'lmaydi. Qolgan imkoniyatlar deyarli bir xil. Bo'lib ham ko'pchilik shu kecha kunduzgacha Green Card'ning qadrini tushunmasdi, bilmasdi. Yaqin kunlarda mana xabarimiz bor, Trump kelib Gold Card joriy qildi. Endi Premium Cardga chiqdi. Bittasi 5 million, bittasi 1 million. Mana shu 1 million, 5 million dollarlik nima bersa, mana shu Green Cardda shu narsani beradi.
Ya'ni sizga tekinga green karta chiqib qolsa, kamida u $1 million hujjat qo'lingizga Qiymatiga ega bo'lgan qiymatiga ega. Bu o'sha Amerikaga borib, u yerda doimiy yashash huquqini beradi va sizni qo'lingizda green karta turibdi degani, endi sizga butun dunyo eshiklari deyarli ochiq. Masalan, green karta bilan Yevropa vizaga topshiring, so'ramasangiz ham 1 yillik multiviza urib berishadi. Siz so'ramaysiz. O'zbekistonda hozir O'zbekiston fuqarosi bo'lib topshirsangiz, sizga o'sha so'ragan birinchi marta topshirganingizda 10 kun, 12 kun, 14 kun, u ham single bir martalik beradi. 3 marta bitta davlatga chiqib kelsangizgina 3-chisida multiga so'rashingiz mumkin. Lekin green kartangiz bor, qo'lingizda pustoy pasport. Shuni ko'rsatasiz anketa paytida, skan qilib qo'shib yuborasiz ichiga, bo'ldi beradi. Kanada vizasiga hozir oshiqlar ko'p. Kanadaga green kartasi bor odam bez viza kirib chiqadi. Shunda postdan chegaradan olsa bo'ladi. Agar mana o'zi Kanadani applicationiga kirib to'ldirayotganingizda sizdan so'raydi. Siz Amerikan doimiy fuqaro anaqa rezidentmisiz deydi. Ha, rezidentman deb yes qo'ysangiz, sizga viza kerak emas deydi. Keyingi etapda. Bo'ldi, shuna kirib chiqaverasiz deydi. Yana shunaqa taraflari bor. Masalan, bizda o'tgan yil bitta qizimizni yutdi. Men Amerikaga bormayman dedi. Amerika menga yoqmaydi dedi. Xo'p, sen qayerga bormoqchisan dedim. Men dedi shu Saudiyada dedi o'qishga topshirdim dedi. Yaxshi dedim, qabul qilishdimi seni dedim. Shu viza bilan ozgina muammo bo'lyapti dedim. Endi dedim o'qishga yozgin dedim. Mani dedim green kartam bor, amerikanskiy. Deginchi boyagi viza muammolari turarmikin, yo'qmikin dedim. Bordi-da, yozdi Instaga. U tayyorlov kursida o'qiyapti, foundation. Yozgan ekan, agar seni green kartang bo'lsa, deyapti, senga viza kerak emas, deyapti. Bo'ldi, deyapti. Biz qabul qilamiz, deyapti. Ya'ni ruxsat ol, boshqa ol, u hamma eshikni ochib tashlaydi. Amerika dunyodagi nomerading hamma taraflama nomeradinglikka da'vo qilgan va nomerading deb ko'pchilik ham aytadi. Hozir bu albatta nisbiy tushuncha, kim uchun qat nomerading, no baribir o'ziga yarasha kuchi bor mamlakat. U mamlakatsiz doimiy yashash huquqiga ega kartangiz bor degani ko'p eshiklarni sizga ochib beradi. Va ko'pchilik o'ylaydi, bu времени 10 yillik deb o'ylaydi. Yo'q, siz green kartada yutib bordingiz Amerikaga, o'sha yerda yashab, ishlab, naloglarni to'ladingiz, boy surok tugadi, yangi green karta olasiz. 10 yildan so'ng. Aylantirib yuraverasiz. Bu boyiga bitta gap qolib ketdi. Yana bitta maqsad shuki, green kartadan siz borib Amerikada ishlab soliq to'lovchi bo'lishingiz kerak. Siz o'zingiz bilasiz, Amerika soliqlarga hisobiga bu yashaydigan mamlakatda. Soliqli dunyo bo'yicha eng ko'p soliqli desak ham adashmagan bo'lamiz-da Amerikada. Siz borib u yerda ishlasangiz, pul topsangiz, soliq to'layversangiz, bu maqsad shu. Turli millatlarni jalb qilib turib, ishlatib, o'sha yerda ham ular ishlaganda pul topadi, ham soliq to'laydi davlatga. Boyiga chig'irra aylantirish kerak. Shuning uchun siz toki o'sha Amerikaga borib, o'sha yerda yashab, chig'irra aylantirib turibsizmi, green kartangiz cho'zib beraverishadi. Ajoyib, ajoyib. 3-savolimiz, green kartaning asosiy talablari nimadan iborat? Ko'pchilik o'ylar ekan, Nuriddin aka, green kartada o'qimishli bo'lish kerak. Bitta savol berdi. Yaqinda men yutganimda, "Sen bekorga yutmading" deydi. Nimaga desam, "Asan Amerikada bo'lgansan, anaqa Angliyada bo'lgansan, ingliz tilini o'zbek tilida bilasan, shunga yutding" deydi. O'zi mana shu mif olib tashlasak, asosiy talabi nimadan iborat? Anaqa ro'yxatdan o'tayotganda, ariza topshirganda. Xo'p, ro'yxatdan o'tayotganda talablar eng kamida o'rta ma'lumotga ega bo'lish kerak. Ya'ni 11-sinfni bitirgan bo'lsa bo'ldi. Qanaqadir doktorskiy, masters yoki Amerikada yo Angliyada o'qigan degan unaqa talab yo'q. Oddiy 11-sinfni bitirgan bola ham bo'ladi bizning holatimizda. Yoki 11-sinfda o'qiyotgan bo'ladi. Va o'sha rasm joylaydi. O'qishga qo'yilgan talab shu 11-sinfda o'qiyapti yoki 11-sinf attestati bor. Qolgani shaxsiy ma'lumotlari. Endi ko'pincha so'rashadi, sudlangan bo'lsa-chi deydi. Sudlanganlar ko'pincha topshirmaymiz deydi. Topshiraversa bo'ladi. Sudlangan odam ham. Sudlanganni statyasiga qarash kerak. Birinchidan necha yil oldin bo'lgan. Bizda masalan uchun mana eski O'zbekiston, yangi O'zbekiston. Eski O'zbekistonda bo'lgan bo'lsa, oqlangan bo'lsa, o'sha o'tib ketishi mumkin. O'zini statyalari bor. O'sha statyalarga tushmasa, o'tib ketaveradi. Asosiy talab ta'lim bilan bog'liq. Даже til bilish ham kerak emas. O'zingiz ko'rdingiz, suhbatga kirganingizda yon atrofingizda kimlar kirdi? Kerak bo'lsa rus tilini bilishmayapti. Kerak bo'lsa-da, qo'lligida 11-chi eski katta masalan adalarimiz 10-sinfda o'qishgan. U ham o'rta ma'lumotga o'tadi. 10-sinfni bitirsa bo'ldi. Shu joyda bir jihatini aytaman, o'zi lotereyada shunaqa joy borki, agar ta'limi yo'q bo'lsa, 2 yillik tajribaga ega bo'lsa, o'zining o'sha sayti bor, o'sha saytda nima ish qilganingizni aytsangiz, sizga ball beradi. O'sha ball bo'yicha o'tish mumkin. Lekin bizning O'zbekiston sharoitida
mana shu o'qimagan, oldin 9ni bitirgan, 8ni bitirgan, keyinchalik o'rta ma'lumotga ega emas, lekin qo'lida hunari bor. Mana shunaqa odamlarni ham biz kirgizganmiz. Konsul yarim soat gaplashgan. Aytyapti-da, berib yuboring deyapti deydi. Ichkariga kiradi, suhbatlashadi, chiqadi, kiradi, chiqadi. Oxiri deydi, uzr deydi, bera olmadik deydi. Biz bu yoqdan keyin qaytadan apellyatsiyaga beramiz. Bali to'g'ri kelyapti, yetyapti, chorvador ekan, 10 yildan beri chorvachilik qiladi. Hamma ma'lumotlar to'liq bo'lsa ham, lekin konsul buni tan olmayapti. O'shaning uchun ta'lim darajasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, bunaqa odamlarni bizani sharoitda, O'zbekiston sharoitida harakat qilmagani ma'qul. Bu tajribadan kelib chiqib ketyapman. Balki boshqa davlatdan sizga o'xshab transfer qilsak, qaysidir davlatlar olishi mumkin. Bu ham risk. Bunaqa odamlar nima qilish kerak? Misol, oila bo'ladigan bo'lsa, o'zida o'rta ma'lumot yo'qmi? Ayolini o'rta ma'lumot bo'lsa, ayolni nomidan o'ynaydi. Ular o'ynamash kerak, agar misol uchun siz aytgandek. Agar o'rta ma'lumoti yo'q bo'lsa, men tavsiya qilmayman, chunki ko'pchilik aytadiki, tajriba bilan deydi, yokida soxta diplomlar qilishni boshlashadi. Yokida ekstranat degan narsa bor. Ya'ni o'rta ta'limni o'qimasdan turib, may oylarida borib diplom oladida, keyin universitetga topshiradi. Endi ekstranatni o'zi bilan ham atkazib olgan holatlar rosa ko'p. Qachonlardir tan olgan ekstranatni, hozir tan olmayapti. Ekstranat attestati bo'lib turib, institutga kirib, institutda o'qib chiqsa, boyagi institutda diplomini ko'rsatsa, bu ham 50-50 holat bo'lishi mumkin. Tushundim. Lekin ekstranatni o'zi yokida o'rta ma'lumoti yo'q odamni topshirishni tavsiya qilmaymiz biz. Keyin aytganingizdek, u hammasi mif. Yutganlar orasida o'qimishligi, o'qimagani, til biladigani, til bilmaydigani har xili bor. Muhimi 11-sinf attestati yokida o'rta ma'lumoti bormi? Bor. O'sha criminal background check deydi, ya'ni o'sha jinoyat qilganmi, qilmaganmi, o'sha narsalarni qaraydi va ma'lumot kiritishda to'g'ri ma'lumotlar kiritilganiga juda katta e'tibor berishadi. Chunki bizani O'zbekistondagi, Toshkentdagi konsulstvamiz Amerikani o'zini rasmiy saytida ham turibdi. High fraud rate post deyiladi. Ya'ni yolg'on gapirish, aldash keng tarqalgan post deyiladi. Liboy turistik vizaga kelsin, student vizaga kelsin, green cardda yutgan odam kelsin, shunaqa qarashadi-da, navbatdagi bitta aldoqchi keldi, qani nima deyirkan deb turishadi. Shunaqa shubhaga borishadi. Shubhaga borishadi, albatta. Yaxshi. Tushundim, Nuriddin aka, zo'r. Green cardada saralash jarayonini men ham oldin o'ylardimda, nimaga asoslanib saralar ekan deb turib, o'ylardim, mana random emas deb o'ylardimda. Misol uchun, haligi odamini ismiga qaraydimi yoki o'tmishidagi tarixida ishiga qaraydim deb turib. Shunda sizda nima fikringiz bor? Green cardani saralash jarayoni qanday kechadi o'zi jarayon Amerikada? Men 100% ishonaman. Bu randomniy bo'ladi. Sababi shunaqa holat bo'lgan. Er-xotin green card o'ynagan, bir xil familiya. Erga ham xotinga ham green cardda chiqadi, ikki xil keysda. Wow. Bu degani, agar qanaqadir bir intellekt aralashsa, aytish kerak-da, to'xta. Ham erga ham xotinga bitta oilaga ikkita green cardda berib maqamiz, bitta beraylik deyish kerak. Bu yerda chista random bo'ladi. Lekin saralash bosqichi bo'ladi, chunki rasmiy o'sha veb-saytlarda har yili chiqadi, aytadiki, rasm bilan bog'liq xato tufayli 40% anketa shunchaki saralashda ishtirok etmaydi. Misol uchun siz o'tda rasmga ikkita nima qo'yilgan? Filtr qo'yilgan. Razmer bilan pikselga. Siz yonlamacha turib, orqamacha turib, yokida siz yo'qsizda, stulni rasmga oldingizda, piksel bilan razmerini to'g'rilasangiz o'tib ketadi. Anketa topshiriladi. Confirmation kod beriladi. Lekin mana shunaqangi anketalar birinchi saralanadi qo'lda. Bo'ladi, bo'lmaydi, bo'ladi, bo'lmaydi. Boy saralangandan keyin saraga, puchaga chiqib ketdi. 40% anketa prosta chiqib ketadi. Qolganini o'sha o'zligi bilishgan randomniy sistemaga solib, har bitta mamlakatda limitiga qarab turib beriladi. Keyin yana bitta qiziq jihat, har doim, masalan, yil davomida 55 mingta green card ajratilsa, o'zi 50 mingta bo'ladi, 5 mingta qo'shilardi. Hozir shu 5 mingta ham 2 mingtaga tushib qoldi. 50 ming, 52 mingta viza hisobida deylik. Lekin yutuq soni 100 mingdan oshiq bo'ladi. Doim shunaqa. Doim shunaqa. 130 ming, 120 ming beradi. Nimaga desiz, mana shu o'zi saralangandan keyin ham anketaning ichida xato anketalar bo'ladi. Yokida o'sha qaysidir mamlakatda o'ziga berilgan limitdan, masalan, O'zbekistonga ko'pincha o'ziga berilgan limitdan ko'p beradi. Sababi bizda xato anketa bilan kiradiganlar ko'p, bizda kichkina xatoga ham atkaz beraveradi. Misol uchun aytaylik, mana chet eldan kirganda ba'zi birovlar Yevropadan kirishadi.
ism familiyasida xatosi bo'ladi, u yerda kechirib yuborishadi deyishadi, rostdan kechirib yuborishadi. Bizada bitta harfga ham bo'lib ham asosiy o'yinchida emas, bolangizda bo'lsa sraz отказ beraveradi. O'shaning uchun yil shunchaki o'tib ketmasin, mana shu green kartadan kamroq boradigan davlatdan maksimal tarzda odam borsin deb bizga mana DV25 dan 5555 ta bergan. 5550 bittami shunaqa. Aslida o'zi 3,5 mingta ola olamiz biz. Salkam 2000 ta ortiqcha viza beryapti. Lekin shunda ham mana statistika bo'yicha 3,5 mingta viza olmadik hali. Mana bugun 20-sentyabr bo'lsa, 10 kun qoldi dastur tugashiga. Taxminan butun transferlar bilan hisoblab chiqsa, menimcha 3200-3300 ta viza oldik. Lekin rekord. Da, bu O'zbekiston uchun rekord. O'zbekiston uchun rekord. Ayniqsa bu yil o'sha transfer hisobiga ko'p oldik. Dahshat. Yana o'sha savolning ichida savolda, masalan, qaysi kunda to'ldirishda ahamiyati qanaqa? Misol uchun o'ylardim, Nuriddin aka, menda shunaqa fikr bo'lardi. O'zbekiston vaqti bilan kechqurun to'ldirsam, o'zbekistonliklar kam bo'ladi o'sha vaqtda. O'ylardimki, men misol uchun mingta batch qilib oladi deb o'ylardim. Masalan, men soat 3 da to'ldirganman-da kechqurun. Buni mifmi yoki haqiqatligini aytasiman. 3 da to'ldirganman. Nima logika bilan to'ldirganman? Oxirgi kun to'ldirganman. O'sha odamlar to'ldirib bo'ldi degan fikr bilan, ya'ni o'sha hamma to'yindi green karta to'ldirishga, oxirgi kunga odam taqamaydi va soat 3 da hech qaysi ahmoq turib green karta to'ldirmaydi deb turib to'ldirganman, lekin yutganman. Bu shunda men random yutib qolgan bo'lamanmi yo qanaqadir anaqa algoritmi bo'ladi-yu ular tanlashini buzganmanmi? Bu yerda statistika, oddiy o'sha nima deydi, matematikada bor ehtimollar nazariyasi. Ko'pchilik aytadi, oxirida o'ynabdi, palonchi yutibdi, oxirida o'ynaganlar ko'p. Bizi mana shu o'zbekchilikda juda ko'p bilaman, nafaqat bu green karta masalasida ko'p jihatlarda biz oxiriga taqaymiz. Hamma narsani o'sha taqab turib qilamiz. Menimcha bu talabalik davridan meros bo'lsa kerak, imtihon bo'lsa ham shu oxirgi kuni tayinlanadi, o'qiydi. Mana shu green kartada ham necha yildan beri biz to'ldirsak, oxirgi 3-4 kun jinnixona bo'lib ketadi. Odamlar kelib ochirtda turgan, zinada turgan, bitta odam turib ro'yxat yozgan, boshqa qilgan. Nima uchun oxirida ko'p chiqadi desa, asosiy qatlam oxirgi paytida o'ynaydi. Shunga ekan. Ko'p odam o'ynagani uchun yutug'i ko'p qismi ham oxiriga to'g'ri keladi. Lekin men tavsiya beraman, har doim boshroqda o'ynashga. Nimaga? Birinchidan, agar siz borib aytaylik, biror bir firmaning xizmatidan foydalanib to'ldirmoqchi bo'lsangiz, ochirtda turmaysiz. Tizim mo'tadil ishlayotgan bo'ladi. Oxirida hamma kirgandan keyin server ko'tara olmaydi, tizim qotib qolaveradi. Ani o'tirgan odam nima qiladi? Mana shuncha odam kutib turgandan keyin bitta anketa otib yorsa, anketani qayta yuklayveradi. Bu ikkita bo'lib ketadi-yu, duplikat bo'lib ketadi ustiga. Yo'q, duplikat bo'lmaydi. Qayta yuklayveradi-da. To'g'ri, duplikat bo'lish ehtimoli ham bor. Lekin na iloj. 4 ta bolalikni endi to'ldirib chiquvdi, qarasa, odam kutib turibdi, bitta nima qilib ko'ray deydi. Bittasini o'tib qolsa o'tib qoldi. Ya'ni ikkilanadigan holatli anketalar ham topshirilib qolinadi. Sistema yaxshi ishlamasa, o'shaning uchun boshida borsa, sistema zo'r ishlayotgan bo'ladi. Ochirt kam bo'ladi. To'ldirayotgan odamni ham boshi joyida bo'ladi. Xato qilish imkoniyati kamroq bo'ladi. O'zi uyda to'ldirsa ham, masalan, bo'ladi, juda ko'p bo'ladi. Bir yilda shunaqa qilganmiz, kunduz kuni umuman tizim ishlamagan. Faqat odam, даже o'zi to'ldirishi biladigan odamlar bizga kelardi. Aka, har yil o'zim to'ldirardim. Bu yil juda qolib ketib qoldim. Sistema umuman ishlamayapti. Men pulini beraman, menga to'ldirib bering. Bo'ldi, ma'lumotlarni tashab ketadi. Bolalar o'tirib, qachon tizim ishlasa, o'shanda to'ldirishni boshlashadi. Ya'ni olib qolib turib, tizim qayta yuklab turib, oxirida shunaqa qilishga majbur bo'ladi. Shunaqa holatga tushmaslik uchun vohliroq, boshrog'ida bemalol qilgan ma'qul. Oxirida o'ynadi, yutdi, ko'proq ehtimol yo'q. Men bu algoritmni hisob ko'rganman. Har yili bizda yutuv chiqadi. Siz qilasiz. Yutuv chiqqanlar, ko'chadan kelganlarni ham o'sha qani confirmation qog'ozingni ber deb ochamiz u sistemani, vaqtini ko'raman. Anaqa hech bir qonuniyat yo'q. Qonuniyat yo'q. Yo'q. Toza random. Даже shunaqa narsa o'tgan yil olib chiqishdi. Bilmadim, endi ijtimoiy tarmoqda like bosib ko'tarilsin postimiz deyishdim, lekin maqsadiga erishdi. Emishki, er-xotin borganda bugun er topshirsin, 10 kundan keyin xotini topshirsin. Eshitgandim. U bilmaydiki, hozir mana er topshirdi, ular o'ylashadiki, ustma-ust tushib qolyapti anketam deb o'ylaydi-da. Bilmaydiki, o'sha orada 5 minut ichida butun dunyodan boshqa anketalar o'tadi-da. Pastda o'sha digital signature degan narsa bor-da, o'sha boyiga har xillik, xuddi nomerga o'xshab bo'ladi. O'tda o'sha kamida bir minglab anketa o'tib ketgan bo'ladi orada.
Ya'ni bir daqiqa, masalan 5 minut orasida zadержка bo'lsa, 5 minut ichida mingta application o'tib ketgan. Ketib qoladi. Random ekan, toza random. U mana u narsani mana masalan oilalar keladi, yutgan oilalar keladi. Hammasi 99% hamma yutgan oila bir vaqtdan keta topshirgan. Mana siz misolingizda. Ayolingizga ham o'zingizga ham bir vaqtda topshirdingizmi? Shunaqa ketma-ket topshirganman. Ketma-ket topshirdingiz. Bu men aytamanki, bir nima deydi, asosiy gapni deb turib odamlar ovora bo'ladi. Bitta rasmga tushib ketadi. Keldi, aka turib tursin shu rasm 10 kundan keyin kelaman men deydi. Mayli, lekin farqi yo'q, aka. Yo'q, shu gapni eshitdik deydi. Qiladi-da, baribir yutmaydi. Yutgan oilalarni qarasangiz, mana bu yil ham chiqqanlarni qarasam, hammasi bir vaqtda kelgan. Va har yili misolim bilan ko'rsataman. Mana men oila yutdi. Er topshirdi, 5 minutdan keyin xotin topshiryapti. Men oila yutdi, er topshirdi, xotin 5 minutdan keyin topshiryapti. Yo'nisiga chiqyapti. Endi qani bormi misol bo'lsa, marhamat kommentariyalarda yozishsin, aytishsin. Biz shunaqa qiluvdik, erim birinchida topshirdi, men 15-da topshirdim. Shunaqa ajaluvdik, yutib qoldik deydigan narsalar bor. Bular hammasi mif. Tushundim. Nuriddin aka, mana eng qiziq joyi keldik. Ko'pchilik so'rashadi mendan ham o'sha yutganimdan keyin hammada savol tug'iladi, mana yaqinda boshlanadi-yu. Green kartada yutish ehtimoliy nazariyasi bo'yicha bittaga nechta odam to'g'ri keladi? Taxminiy O'zbekiston holatida. Bu nafaqat O'zbekiston holatida, balki butun dunyoda tizim shunaqa qilinganki, 0.01%, eng kattasi 0.017, hatto 2 ham yo'q. Bu shunga mo'ljallashadi. Ya'ni tizim adolatli bo'lsin deb. Ko'pchilik masalan o'ylaydiki, aytaylik, bir kun shunaqa holat bo'lgan. Bitta odam keldi, men green cardni yutdim deyapti. Faqat bitta muammo bor deyapti. Qani ochaylik, bitta ochsam Vanuatu turibdi. O'zbekistonni tanlayotganida O'zbekistondan bitta keyin Vanuatu turadi. U boyagi O'zbekistonni tanlaganda mishkani scroll'i bor dumaloq. Bunday yurg'izganda anaqa tepada qolib ketgan bo'lganda pastga yurish uchun bitta pastga tushib qolgan davlatda. Vanuatu hisobidan yutib qo'ygan. Men aytaman, endi sizda Vanuatu pasporti bo'lmasa, green card oformit qila olmaysiz. Chunki siz ularni kvotasidan yutdingiz nima. Shuncha tez yutib qolish ham mumkin. Endi men shuni analiz qilmoqchi bo'ldim. To'xta dedim. Vanuatu o'zi nechta yutar ekan dedim. Qarasam, juda ham kam odam yutar ekanda. Aholini boyiga yutuv soniga bo'lsangiz, o'sha 0.01.7% chiqyapti. Bir xil. Ya'ni u yerda kam odam bo'lgani bilan yutuq ham kam beriladi. Bizga o'xshab 2000, 3000, 4000, 5000 berilmaydi. Aholi ko'p bo'lsa, ko'proq beradi. Aholi kam bo'lsa, o'shanga yarasha orollarga 2ta, 3ta yutadiganlar bor. Okeaniya davlatlari. Kvota proporsional aholi soniga qarab taqsimlanadi. Ham aholi soniga, ham boyiga boshida aytganimizdek, Amerikada bu millat qancha. Keyin men o'sha statistikasini ko'tarib ko'rib chiqqanman-da, ataylab, qani bir 30-40% bormi ekan desam, 0.02 dan oshgani yo'q. Hammasi 0.02 ni pastida. 0.01 bilan 2 ni orasi. Kimdadir 1.7 eng zo'ri, 1.4 shunaqa proporsiyada berilgan. Bittaga 1000 ta desak bo'ladimi shunaqa? Yo'q, bizani masalan nima deydi, O'zbekistonda oxirgi yillarda o'rta hisobda 300-400 kishiga bitta edi. Unda eplasa bo'lar ekan-da, yutsa bo'lar ekan-da. 300 ta 400 ta odamdan bittasi yutadi. Bizani har holda statistikamiz shunaqa. Lekin mana DV27 da mana kelayotgan bir haftadan keyingi green cardda bu ko'rsatgich tushadi degan prognozimiz bor. Endi oldingiga o'xshab 200 ga 1 bo'lib qoladi. Oldin 150-200 ga 1 edi. Keyin ko'tarilib ketib qoldi. Nimaga? Ijtimoiy tarmoqlar ochilib ketdi. YouTube'da, Instagram'da tekinga o'rgatadigan yordamchilar ko'payib ketdi va shuni orqasida oldinlari bizga taqab berardi. Masalan, 3,5 mingtami, 3900 ta, 4000 ta yutardik. Nimaga? Chunki nima deydi? Shu yutgan ketaverardi-da. Eskitdan bor-ku, green card yutib ketadi. Keyin bir payt keldi, mana shunaqa yordamchilar ko'paygandan keyin may oyida har ikkinchi odamda xato-da. Har ikkinchi odam yo'q bolasini kiritmagan, yo'q ism familiyada xato. Ular kirib o'tkazavurdimi, konsulstvo qarasa statistika pastga tushib ketdi. Cho'ta o'zbeklar ko'p xato qilyapti, ber ko'proq dedi. Bir yili 6000 bitta oldik. 6000 bitta, o'zi 6002 ta maksimum. Uni ham yo Rossiya oladi, yo Aljer oladi-da, yo Ukraina oladi. Mana Rossiya, Aljer, Ukraina, Eron, O'zbekiston topda yuramiz. Xato ko'payib ketdi. Ko'p berishni boshladi. O'zbekiston bular xatosi ko'p ichida dedi. Lekin bitta xatoga ham qaytarishni boshladi. Nimaga? Anu odam o'tirganda mana Hoji Akbar akam ham. Siz bilan kirib olib chiqib ketdilar. Qanaqa to'ldirgansiz, aka desam,
shu sartaroshxonada o'tiruvdim. Shuna telefonda to'ldirib tashladim deydilar. Aka otni noto'g'ri kiritib qo'yibsiz u deyapman. Va endi nima bo'ladi deyaptilar-da. Toshkentga kirsangiz atkaza olasiz. Endi buni yo'lini qilish kerak. Xullas kalom olmayman shekilli dedilar. Olasiz aka dedim. Aytganini qilasiz, biz aytgan narsalarni hammasini qilib kelasiz. Xudo xolisa olib ketasiz. Natija ko'rdingiz o'zingiz. Birinchi oldi. Birinchi oldi. O'zbekistondan birinchi olgan odam bo'ldi. Menga gaplashgan paytimizda ofisim kelganda gaplashuvdi. Abbos menga baribir chiqmaydi dedi. Chiqmaydi. Bilmayman, sababini aytmayapti-da. Nimaga unaqa deysiz? Yo'q, o'zini sabablari bor dedi. Lekin yutganda aka o'sha kun telefon qildim, sizdan oldin telefon qildim odamga. Anaqa nimadir oldi sotdi qilayotganiga xursand, anaqa eplasa bo'lar ekan xullas. Bo'ladi. Lekin u narsa borku, eplasa bo'lgani bilan juda bosh og'rig'i ko'p. O'shaning uchun men aytaman, tavakkal qilish kerak emas. O'sha bitta xato sizga ertaga o'sha paytida 100 ming, 150 mingdan qizg'anuvdingiz, u millionlarga tushib ketadi. Uni to'g'rilashdi. Hozir bizda mana baza qilib qo'yildi. Hamma narsani boyiginga to'g'irlashingiz kerak-da, tasavvur qilyapsizmi? U qanaqa xarajatga tushib ketadi? Qancha odamga iltimos qilish kerak. O'shaning uchun to'g'ri to'ldirish kerak. Ism familiyaga e'tiborli bo'lish kerak. Qanday bo'lsa o'shanday yozish kerak. Tamom. Ajoyib Nuriddin aka. Endi keyingi savol. Xo'p, Green Cardda o'ynash o'zi odatda qachon ochiladi? Qachon g'oliblar e'lon qilinadi? Ko'pchilikka shu savol beriladi, datalari. Green Cardda har yili faqat oktyabr-noyabr oyida bo'ladi. Oktyabr 1-haftasi boshlanadi. Noyabr 1-haftasi tugaydi. Bo'ldi, undan boshqa kunlarda Green Cardda o'ynalmaydi. Unga juda ham e'tibor berish kerak. Ba'zi bir joylarda mana halitdan boshlab yuborishgan anketa. Yo'q. Halitdan, даже biz Samarqandda bitta ofis ochdik-da. O'zimizdan ketgan bola bor edi. Aka dedi, sizdagi bitta odam kerak bizga, chunki juda narxlar ko'rdingiz-ku, hali savollarda ham kelib qoladi, aytadigan joyi chiqib qoladi. Xullas bitta ofis ochdik. U bola aytayapti, bizda deyapti, shunaqa deyapti. U kerak bo'lsa yili boshidan boshlaymiz deyishyapti. Men aytaman, to'xta deyapman. Har yili qonun qoida o'zgaradi. Hozir sen birovdan 1000 ta anketa yig'ib qo'yding. Ertaga O'zbekiston Green Cardda ishtirok etmay qolsa-chi? Qatdan bilasan? Odamlar pulini olib qo'ygansan, boshqa qilgansan. Undan ham buni qoida o'zgarib qolsa-chi? Sen hozir o'tgan yillik qoidalarga qarab turib yig'ib olsan, mana bu yil ko'rdik, $1 qoida joriy qilindi. Yana bittasi hali tasdiqlanmadi u qoida, lekin bo'lishi mumkin. Oxirida deyapti, pasport yuklaysizlar deyapti. Zagranipasport. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, anketalar ancha munchasi pishib qoladi-da. Chunki sizda qo'lingizda pasport bo'lishi kerak. Oddiy anketa yig'ib chiqqansiz. Va eng xavfli joyi shuki, oldin anketa to'ldirishchi. Endi minglab odam ma'lumotini yig'ganingizdan keyin albatta insonmiz, xato qilishimiz mumkin, chalkash bo'lishi mumkin. Birovning bolasi birovga kirib qo'ygan. Birovning rasmi birovda. Birovning ism familiyasi kerak bo'lsa papka qilib yig'ganda ham shunaqa holatlar bo'lgan. Yokida yanvar oyida bitta odamni yig'ishdi, u bo'ydoq edi yoki turmush qurmovdi. O'yin paytiga kelganda telefon o'zgarib ketib, topshirmadi. Ro'yxatga olib deydi. Bizdan nima ketdi deydi. Yutib qolsa borishsa, u avgustda turmushga chiqqan, uylangan bo'ladi. Qarabsizki, o'yin qoidasi buzildi. Endi insonmiz-da, nima deydi ular? Aka deydi, bitta pochka bering, to'g'rilab beramiz deydi. Bor shunaqa ishlar qilganmiz biz deydi-da, boyingni pulini olishadi. U ham Amerika umidida, ishtiyoqida, qarz olib bo'lsa ham boyi pulni beradi. Oxirida ishi o'xshamaydimi? Firma qidirib yurishadi keyin. Firma yopilib ketgan deydi. Bu unaqa odamni, u klassический unaqada sxemalarda kelishadi, menga aytishadi, aka, kod qo'limizda emas. Yo'q, men sizlarga yordam bera olmayman deyman. Birinchidan, hozir kodni sotib olgandan keyin ichida nima gap, nima so'z bilmaysiz uni. U firma kodni sotsa xursand bir xil. Biladi, chunki ichida eski rasm tiqib olgan. Toshkentda rasm tekshiriladi. To'g'ri, ba'zi bir joylarda tekshirilmas, lekin Toshkentda aynan birinchi topshirilgan anketa qaraladi. Eski rasm bo'lsa, menda o'zimda shunaqa holat bo'lgan, ko'chadan kelgan bola, "Aka, yashil qog'oz olib chiqdim" dedi. Dushanba kuni viza tasdiqlandi. Keyin chorshanba kuni menga telefon qilyapti. Nimadir konsulstvo meni chaqiryapti dedi. Men aytdim, bu yaxshiligi emas lekin dedim. Qani borib kecha dedim. Borib kelgan ekan, olib kirishib tushuntirishgan, anketa kim to'ldirgan. Shunaqa palonchi to'ldirgan. Nega rasmni noto'g'ri qo'ygansiz deyapti. Rasmni ko'rsatyapti deyapti. Pasportdagi rasmni boya aytganimda piksel bilan razmerini to'g'irlaganda telefonda olib, o'shani qirqib qo'yib yuborgan bo'lgan. Birinchidan eski rasm kiryapti.
pasport olgan ma'lumotlar o'yinni shartida 6 oylik 6 oy bor. davlat bo'lishi kerak rasmda. U eski rasm qo'yyapti. Mana shu sababli qo'liga yashil qog'oz bergan bo'lsa ham отказ beryapti. Ya'ni Amerikaga bir qadam qo'yganda alam qilyapti. Chunki u hamma xarajatni hozir to'ladi. Firmaga ham pul berdi, medkomissiyaga ham pul berdi, suhbatga ham pul berdi. Vizasi отказ bo'lgandan keyin hech qachon konsullikka qaytarib bermaydi u pulni. $330 pul to'lab chiqdi. Va eng yomoni yon atrofdagi qavmi qarindosh hamma bilgan, uje men viza olib chiqdim, Amerikaga ketyapman degan. Endi viza ola olmay qolgandan keyin ahvolim tushunaverasiz. Tasavvur qila olmayman unaqa holatga tushgan insonni. Hammaga bir kun oldin viza oldim deb o'tirishlar qilib bergan bo'lsa, ertasiga bittagina rasm, bir dona rasmni xato joylashtirganiga отказ olib ketish, bu odam o'zini kechira olmasa kerak. Bu ming afsuski har yili bo'ladi. Har yili bizning qo'limizdan o'tadi. Yaqinda ham bitta case bo'ldi shunaqa. Konsul aytibdi, shunaqa kirsa deyapti. Faqat shu savol berdi deydilar. Yo'qmasa u odam oilali, hamma narsa cho'tki, hujjat cho'tkida, ism, familiya hammasi cho'tki turibdi, lekin rasmni bilmaysiz. Shuna kirdim deydi, konsul so'radi, kim to'ldirdi anketani? Falonchi to'ldirdi. Keyingi safar ehtiyot bo'lsang ayting, qizingizga ham o'g'lingizga ham bitta rasm qo'yib qo'yibdi. Deyapti-da. Bo'ldi, keyin u odamni Amerikada bir ustozi bor ekan, tanishlari bor ekan. Endi u odam tasavvur qila olmayapti-da, aytibdi-da, nimaga qaramaysan deyapti. Nimaga o'sha payt o'ynayotganda e'tibor bermaysan deyapti-da. Men hali aytaman-da, o'zimni shogirdlarimga ham o'zim to'ldirayotganda ham 3 marta tekshir. 3 marta. Shoshma. Men shoshib turibman degan odam bo'lsin, shoshma. Yaxshilab tekshir. Bitta xato ertaga bizga qimmatga tushadi. Biz ham xato qilib qo'yganmiz joyi kelganda. $2,500 tushgan menga. Chunki xato bilan kelgandan keyin siz boyaga olgan 100 ming, 150 ming pulingiz uchun javob berishingiz kerak. Oxirgacha boyaga odamda xato chiqdimi, oxirgacha siz turib berishingiz kerak. Viza olib berguncha. Xudoga shukr, olib berganmiz vizani. Bir amallab, bir narsalar bo'lib xullas viza olingan, 2,5 mingga tushgan bizga. Lekin nariga oila mart edi. Shunchalik vizani olib berding. Hozir bera olmayman bu pulni, Amerikada ishlab beraman deb bo'lib bo'lsa ham bizga qilib berishgan. Lekin xato uchun turib berish kerak bo'lganda, shuncha xarajatga tushgan. O'shaning uchun hali aytaman, bolalar ham bilishadi. Nurdin aka bitta son, bitta harfga deydi, shunaqa. Tushunmaydi bular. Bitta son, bitta harfga ertaga ko'p to'lashga to'g'ri keladi. Deymiz, o'shaning uchun oldindan anketa topshirmaydi. O'sha vaqt soatida o'zingiz birovga qildirayotgan bo'lsangiz, konsulstvaning instruksiyasida ham shunaqa. Agar o'zingiz tushunmasangiz, boring, ish qiladigan odamning tepasida turing. Sizdan ma'lumotlarni so'rasa, siz aytasiz. Bizdan ham ma'lumot so'raysiz, biz aytamiz. To'yis bizga yetishadi, biz kiritamiz. Men bu bola menbimi deymiz. Ba'zida bo'ladi, ketma-ket bola tug'ilgan bo'ladi. Hali ikkinchi farzand bo'yi o'sib, g'o'dasi baland bo'ladi, birinchi katta farzand pastroq bo'lib qolgan bo'ladi. Shuni so'ralaring deyman hammadan. Keldim, men bu katta o'g'lingizmi? Ha, bu katta o'g'lim. Men kichkinasimi? Shamsiddin menmi? Abu Bakr menmi? So'rab olib, to'g'rimi? Endi topshir. Yo'masa birini biriga kiritib qo'yish holati bo'lsa, bu ham chatoq ish bo'ladi. Tushunarli. Dahshat. Zo'r informatsiya, insoatlab beryapsiz. Eng qiziq mana shu birinchi bo'limimizdan savollardan green kartada mif hisoblangan. Ya'ni shunaqa qilsang aniq yutasan degan qanaqa gaplarni eshitgansiz, misol uchun viloyatlarda yoki Toshkentdami shunaqa tarqalgan gaplarda? Eng menimcha ommabopi bu Samarqandda o'ynash. Samarqandda o'ynash. Ya'ni ko'pchilik aytadi, nimaga samarqandliklar ko'p yutib chiqadi deydi. Samarqandning bir siri bormi deydi. Bittasi bir kun kelib nima deydi, o'sha green kartada KCC Kentucky Consular Service kattasi o'sha Samarqanddan ketgan odam ekan, o'shanga Samarqandga ko'p berar ekan degan gaplar. Men aytdim, bu oddiy logika dedim. O'zimizda agar shaharlik bola bo'lsa aytaman, ulfatingizda necha kishi green karta o'ynaydi? Mana hamma o'ziga savol bersin. Yon atrofingizda necha kishi green karta o'ynaydi? Necha kishining xabari bor? Masalan, shaxsan meni 3 ta ulfatim bo'lsa, qarindosh ulfatimni qo'ysam 4 ta ulfat ekan. Ichida 2 ta 3 ta odam maksimum. Ular ham nimaga? Shu men ro'yxatdan o'tkazayotgan bo'lganim uchun ba'zida kelib, hali ruschada aytganda radi prikoli kelib registratsiya qolgani menga kerak emas deydi. Даже u nimaligini bilmaydiganlar bor. Mahallamda, o'zimni mahallamda birorta qo'shnim menga green karta o'ynashga kelmaydi. Qiziqmaydi ham. Lekin Samarqandda bu juda ham ommalashgan. Nimaga deydigan bo'lsak, shu green karta boshida chiqqanda aytaylik, mana siz qo'shningiz green karta yutib ketdi, o'tga borib zo'r bo'lib ketdi. Zo'rg'a yurgan odamingiz zo'r bo'lib ketdi. Nimadan desa, u green karta yutib Amerikaga ketdi. Bunaqa istoriya ko'p bo'lgani uchun ularda bu mashhur bo'lib ketgan. Va
ko'p samarqandliklar ko'p o'ynaydi. Masalan, O'zbekistonda 2 millionta ariza topshirilsa, shu yarmi menimcha Samarqandga to'g'ri kelsa kerak. Qolganini shu 11 ta viloyat bo'lib oladi. Oxirgi paytda boshqa viloyatlar ham aktiv bo'lib qoldi, lekin Samarqandda juda ham mashhur. Ko'p odam o'ynaydi. Masalan, bitta korobka qo'ydik, ichiga turli xil shariklarni so'yamiz. 20 ta sharik. 10 tasi sariq, qolgan 10 tasi har xil rang. Aralashtirib olsangiz, 10 ta olaman ichidan deysiz. Eng kamida 5 ta yo 6 tasi boyiga sariq bo'lish ehtimoli katta. Juda katta, to'g'ri. Chunki yarmi 50 ga 50 statistika bo'yicha qarasangiz, bor sharri yarmi sariq bo'lgandan keyin ehtimoli bor olingan 10 ta papitkani yarmi shu sariq bo'lish ehtimoli bor. To'g'ri? Shunga o'xshab haligi shu samarqandliklar ko'p yutar ekan, Amerikada samarqandlik ko'p ekan, aeroportga chiqsang ham samarqandlik ko'p ekan deyshadi-da. Borib Samarqandga borib ovora bo'lib o'ynab kelishadi. Endi meni nima deydi, bormanglar, o'tga o'ynamanglar demayman. Har kim o'zini qatga borib qolsa bo'ladi, lekin hech qanaqa bog'liqlik yo'q. Uyda o'tirib o'ynasa ham yutaveradi, firmaga borib o'ynasa ham yutaveradi. Boshqa kerak bo'lsa, yaqinda yana yangi gap chiqdi aytgancha, Amerikadan o'ynab beramiz deganlar ham chiqdi. Amerikadan turib o'ynab berishar ekan, green cardda yutish ehtimoli oshar ekan. Bu ham yo'q joydan kelmaydi bu gaplar. Masalan, aytaylik, O'zbekistonda 5000 ta odam yutsa, shuning ichida 3 ta yo 4 tasiga Amerikadagi tanish o'ynab bergan bo'ladi. De endi teshik quloq eshitadi. Siz qayerda yutdingiz, o'ynadingiz? Menga Amerikada o'ynab berdi desa, bo'lmana siz hozir aytdingiz-ku, soat 3 ta oxir kuni registratsiya qildim dedingiz, tomoshabinlar orasida aniq bilaman bitta odam topiladi. Oxirgi kuni soat 3 kutadi. Lekin kechqurungi 3 kutmang. 10da yopiladi. Kunduz-ku. Siz kechqurun 3da qilaverdingiz, qachon qilaverdingiz? Shuni ham aytib o'ting-da. O'sha yopiladigan kuni saharda. Sahar 3da, yopiladigan kuni sahar 3da. Yopiladigan kuni sahar 3da ekan. Unaqa to'ldirmaylar, lekin u agar hozir hamma eshitib turib shunaqa to'ldirsa, hammasi o'zbekistonlik bo'ladi, deyapti. Nurdin aka aytgandek boshida to'ldiringlar. O'shanga o'xshab bu bitta gap chiqadi. Asosi yo'q emas, asosi bor, lekin asos deganda qanaqa? Shunaqa o'xshab to'g'ri kelib qolgan. Bo'ldi, tamom. Bu oddiy lotereya. Kimki da'vo qilayotgan bo'lsa, men yo'lini bilaman, sirini bilaman desa, oddiy savol berish kerak. O'zing nima qilib o'tiribsan? Men odamlarga shunaqa deyman. Agar sirini bilsam deyman, birinchi o'zimga to'g'irlardim. Birinchi ukamga to'g'irlab qo'yardim. Mayli borib o'tdi, aytaylik, ishlamasam ham, boshqa qilmasam, lekin qo'limda green cardam bo'lsa, menga qanaqa imkoniyatlar ochiladi? Dahshat, haqiqatdan. Agar biror bir sirri bo'lsa yoki har yili shu biz analiz qilamiz. Analiz qiladigan jihatim meni yutib chiqqan odamni birinchi navbatda rasmini analiz qilaman. Rasmga juda ko'p narsa bog'liq. Rasm noto'g'ri bo'lsa, aytganimdek, o'yinda ishtirok etmaydi. Bu rasmiy tasdiqlangan narsa. Rasman aytadi, o'sha rasm tufayli 40% anketa xato ketadi deydi. Chunki bir xillarda Afrika borku, dunyo bo'yicha Afrika qit'asi o'zi katta-da. Green cardda mana bilasiz 50 mingdan 130 minggacha Afrikani keyslarida. Eng ko'p Afrikada yutuvdi. Savokupniy, общий osa. Afrikada ko'pchilik yozadi, mayli shularga yordam deb o'ynab beraman, rasmlar bor, dahshatli rasm. Qo'rqinchlimi? O'tmaydi-da bu rasm. Men aytaman, u bunaqa topshirma deyman. Endi ularda sharoit yo'q, fotostudiya mana shunaqa olib biz mana shunaqa o'ynab kelganmiz har yili deydi. Sen o'yinda ishtirok etmagansan, xafa bo'lmagin deyman. Ba'zi birovlar ham tashiydi, u tizim ptichka qo'ydi degani, rasmiy zotda degani emas. Rasm shunchaki razmer, ya'ni razmer va piksel talabiga javob berdi. Siz ishonmasangiz, yollamacha turib rasmga tushing, orqamacha turib rasmga tushing yoki stulli rasmga olingda, razmer bilan pikselni to'g'irlang, biror bir ism familiyani yozib o'tkazib olsangiz o'tib ketadi. Oxirida confirmation koddan beradi. Lekin 100% bu yutmaydi bu. Nimaga? Chunki boya saralashda chiqib ketadi-da. Rasmiga e'tibor beramiz. Oldin qanaqa o'ynalgan? Shunga qarab qilamiz. Ko'pchilik hali hijobda tushsa ham bo'lmas ekan deydi. Hijobda har yili yutishadi. O'zini o'sha talabi bor. Talabiga to'g'irlab tushsa bo'ldi, o'tib ketaveradi. Yana bir ikkita miflar bor. O'sha miflarni biz uni sinayverib, hammasi mifligiga ishonchimiz komil bo'lgan oddiy lotereya. Birovni da'vosiga ishonmaylik. Shunchaki borasiz, peshonangizda bo'lsa, yutasiz. Yutdi ketdi emas. Buni men bilaman. Hozir gapirib beraman, shu joyga keldik. Nurdin akaga imkon bersangiz, mana savollarimizni o'rtasida o'zimni tarixim haqida gapirib bersam, qanaqa bo'lgan insonlarga qiziqdi. Shu paytgacha Nurdin aka green cardda
lotereyasida o'ynash bo'yicha 7 yil o'ynagan ekanman. Hisoblab chiqdi kecha. 2017-yildan boshlab, 2016-2017dan boshlab o'ynagan ekan. Bir o'rtog'im bor, Javohirxon degan. Hozir Amerikada talaba vizasi bilan ketgan. Uni kvartirasi yig'ilganmiz. Biz u paytda birinchi kursimiz talaba edi universitetda. Keyin yig'ildikda Javohir aytdi, Abbosbek Amerika vizasi green card to'ldiraydi, lotereya qatnashamiz dedi. Uyda o'sha oq devori bor edi, devorda rasmga tushib, internetda DV Lottery Crop Editor degan program bor ekan. Xullas nima bu programma desanglar, ana kesib beradi-da. Kesib berib pulli bo'lar ekan. Rublda qo'yib qo'ygan. Endi u paytda bizda rublda savdo qilish bo'yicha tajribamiz bo'lganligi uchun pulini to'laganmiz, yuklab olganmiz, o'xshamagan. Kelgusi yil yana o'zim o'ynaganman. O'sha bola bilan emas, o'zim o'ynadimda, u 2 marta, qarang, 2018-2009da Samarqandga borib o'ynaganman. Samarqandga marafon bo'ladi-da. Samarqand Half Marathon deyiladi. Oktyabr, noyabr atrofida bo'ladi. Shunga to'g'ri kelib qolardi. Men Samarqandga borib turib 2 marta o'ynadim. Unda ham ko'chada rasmga tushsak, anaqa shoxobchalar bor ekanda, ko'chada budkalar bor. Bordim. Ko'k narsa qo'yib qo'ygan, rasmga olib bolalar dedim, bu talabga javob beraman desam, bolalarga qarayapman, cho'ta ishonmayman-da, ikkilanish bor-da. Biz hammaga shunaqa to'ldirib beramiz, his yo'q, tezroq rasmga tushyapti, 3 ta odam o'chirdi, Samarqand. Rasmga tushdi, unda ham o'ynadim, yutmadim. Keyin mif yechilyapti. Yechilyapti mana. O'ynagansiz. Samarqandda 2 marta o'ynaganman. Qarang, rasmga borib taqaolmanda, 2 marta o'ynadim. Keyin Londonga bordim. Londonda o'qish paytimda ana mif bo'ldi. Hozir Londonda o'ynasam, yutish ehtimolim katta. Londonda chargeability'ga tushaman deb o'ylagan, lekin O'zbekiston deb kiritganman. Londonda yashayapman. Menimcha Londonda anaqasi bilan ketadi. Bilmamanki, Londondagilar bermas-ku Buyurtaraga. O'ynasa o'ynamasa-da. Ular o'ynamas-ku. Londonda to'ldirdim. U yerda ham telefonda rasmga, chunki u yerda yo'q unaqa sharoit, balkim topa olmagandirman. O'ynadim, yutmadim. Yana qaysidir joyda o'ynadim, yutmadim. Oxiri 2023-yilda mana jiddiy, qarang mana, eshitinglar, juda ham muhim joy, jiddiy holatda shu green karta bo'yicha eng zo'r rasmga oladigan joy qayerda deb turib so'radim guruhlarda. So'rasam, Maksim Gorkiyda o'rdani taklif berishdi. Uyim men Maksim Gorkiydan rohat tomonda yashayman, Yashnobodda. Maksim Gorkiyda Everestdan pastga tushgandan keyin o'sha metroga kirib ketishdi, podvalda bitta ayol bor ekan. Kirdimda qarasam, qarang dedim, men jiddiy rasmga tushishim kerak. Shu paytgacha rasmni to'g'ri olmaganman dedim. Menda hali farzand yo'q edi. Ayolim bilan birga rasmga tushdik. Ko'rdimki, uni o'zini programmasi bo'lar ekan, anaqasi kompyuterda. Programmasi kiritdi, bunday qildi, mana shu to'g'ri keladi. Qarang, savol berdim unga. Men aytgan pulingizni beraman deyapman. Faqat rasmga javobmi dedim. Ya'ni sizda tushib turib yutganlar bo'lganmi desam, bo'lgan, bizani oldimizga kelib turib, hali suyunchisini berib ketgan insonlar bo'lgan rasmi bo'yicha deganda, keyin ishondim. Haqiqatan 2023-yilda to'ldirilgan anketam 24-yilda o'zimga chiqib turibdi. 23-yilda qanday to'ldirganim yetdimi, unga ishonmanglar. 24da chiqdim. Keyin bitta joyi juda ham muhim, shu joyga eslab qolinglar. Amerikaga o'zim sayohatga borganman. Bu hech qanaqa rol o'ynamaydi. Chunki umuman birorta davlatga chiqmagan insonlar nechta edi suhbatda. Mana Qozog'iston borib topshirganimizda chet ellik ko'rmagan odam ko'p, Qozog'dan boshqasi ko'rmaganlar juda ham ko'p Qozog'iston davlatida. Bizni o'ynagan paytimda yutdimda, birinchi qilgan ishim to'g'ri firma tanlash bo'lgan. Nima qilganman? Menda green karta bo'yicha ichiga kirmaganman-da. Telegramda qidiruv joyi bor, bilsanglar, poiskavik joyi bor. O'sha yerga ingliz tilida green card deb yozdim. 3 ta 4 ta firma chiqdi-da, hammasini o'rganib chiqdim. Men ismlarini aytmayman ularni. O'rgandim. Cho'ta menga yoqmayapti-da, xalturadek ko'rinadi, qanaqadir bir gap so'zlarida tushuncha yo'qda, lekin keyin mana sizning firmangiz Visa Support turibdi. Nuriddin akaning gaplarini ko'raman. Nuriddin akaning 1 minutlik life hacklari bor ekan. Green kartani yutgandan keyin nima qilish kerak va tepada bir 2 yillik, 3 yillik Telegramdagi postlaringizni ko'rib chiqdim. Ochig'i sizga aytmaganman. Hammasini ko'rdimda, qarasam, zo'r gap rosti. Ichida ingliz tilidagi green kartaga mos bo'lgan terminologiyalar ishlatyapsiz. Bez aksent. U dedim, cho'ta Nuriddin aka inglizini biladi. Men qayerda o'qishingizni ham bilmasdim. Nuriddin aka inglizini biladi, to'g'ri to'ldiradi dedimda. O'sha kun o'zida 5-may bo'ladigan bo'lsa, 6-mayga o'tar kechasi ishdan qaytganman, kechqurun ishlayman, tekshirib sizga yozganman. Nuriddin aka aytgan, birinchi tabriklayimizdan emas, siz boshlaganingiz keysiz nechi degansiz. Tushunmayman. Men bo'ldi, bitta narsani bilinglar, ko'pchilikda mif bor-da, green card yutib ketdi deb o'ylashadi. Menda ham shunaqa bo'lgan. Green card yutdim, sizga yozaman. Nuriddin aka qachon ketaman Amerikaga deb yozaman. Siz keysiz nechi deb yozasiz-da, yuboring menga dedingiz, yutganingizni. Keysiz nechi? Keysimi aytganimda, keys degan narsa borga, hali to'xtalamiz bu narsaga ham. Keysi qanchalik baland bo'lsa, o'chirib kelishi ham juda ham
uzoqlashib ketadigan qadr ishtirokchilar. Kesim bo'yicha uzoqlashib ketdi. Nuriddin akani ofislariga bordim. Hujjatlaringizni tahlil dedi. Ko'p hujjatni osti to'xtalib o'ta olmadim. Juda ham bir 10 ta, 17 tami, 20 ta hujjat hammasini olib borganimdan so'ng Nuriddin aka DS forma deyiladi, DS 260 to'ldirib berdi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Siz ingliz tilini bilsangiz, DS to'ldira olsangiz, nimaga to'ldirmadingiz? Qaranglar, o'tni bazasi hozir aytdingiz-ku, bitta xato sindirishi mumkin sizda. Men u bazasini tushunmasdim. Oldin o'zimga to'ldirgan bo'lsam ham oradan bir 8 yil o'tdi Amerikaga bormaganim va bu tizimdan chiqib ketdim. Bitta narsani tushuninglar, mana shu jumlani hayotimda ko'p ishlataman. Oldin shu sohada boshqa sohada ishlasam ham ekspertlarga murojaat qilishda chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Tushungan inson, tajribasi bor, har bir qadamini bilgan inson bo'lishi. Green kartani o'ylamanglar, yutdinglar, ertaga suhbat deb turib, uni protsessni ichida DS 260 bor, kutish vaqti bor, suhbat, med ko'rikki suhbat degan jarayon bor. Bularni hammasini o'zingiz qila olmas ekansiz, chunki buni databazasi bo'lishi kerak. Shu sababli ham Nuriddin akaga murojaat qilganman, hujjatlarimni taxladim. Oradan taxminan bir 7 oycha o'tdi. Nuriddin aka aytdi, bo'ldi, hujjatingizni taxladik. Qanchalik erta to'ldirsa, shunchalik yaxshi ekan, Nuriddin aka. Masalan, mayda yutgan bo'lsa, mayda o'zida 27mi, 28-mayda Nuriddin aka hujjatlarimni hammasini oilaviy bo'lib turib, farzandim ham qo'shilgandi. Mana farzandim green karta qo'shilmagandi. Nuriddin aka, o'zingiz qo'shdingiz. Mana bular qo'shib ham beradi. Tushundingizmi? Mana yangi tug'ilgan farzand o'ynagan paytingizda yo'q edi rasmi. Qo'shib berdilar-da, pasportlarini, zagran pasportlarini oldik-da, qo'shib yubordi. 7 oy kutganimizdan so'ng keysimiz baland bo'lganligi uchun O'zbekistonda juda ham intervyu belgilanishi kech bo'lar ekan. Bizani keysimizni ham zo'r qilib turib, insofli qilib turib, kimdirlar juda ham katta summalar so'raydi. Nuriddin aka ajoyib, ana bitta solishtirganda men 5 ketaman. Zo'r narsa sharoitlar qilib berib bizaga Qozog'istonga borib, Qozog'istondan vizalarimizni olib chiqdik. Mana viza olganimga ham 10 kunmi, 12 kun bo'ldi. Mana sentyabrda suhbatimiz bo'tgan bo'lsa, oktyabr qo'yiladigan bo'lsa, 10 kun atrofida vizalarimizni tasdiqlatib, menimcha Nuriddin akani tarixida eng katta anaqa rezultat bo'ldi deb o'ylayman. Bu yil transfer qilish bo'yicha rekordni urdik. Rekord bo'ldi. Respublika rekordi desam ham bo'ladi. Hali Otabek aytdilar-ku, Qozog'istonda yiqilib tushsam ham siz odamingiz bo'lib chiqadi. Yonimda turgan odam deb aytdilar. Endi qulay joy ko'pchiligiga. Keyin boya aytganimdek, omad ham katta rol o'ynaydi. Men o'zim ham juda xursand bo'ldim. Diversifikatsiya qilganmiz, ko'p joylarga yana tarqatganmiz-ku. Boyaga rasm deganingizga bitta odam keldi-da. Mani eslaysizmi dedi, yutdi-da kartada. Cho'ta eslolmadim dedim. Sizda rasmga tushib ketdim dedi. U o'ynamaganda-ku. Rasmga tushib ketdim. Rasmni o'zini qilib beruvdingiz, eslayapsizmi dedi. Panon ofisda edingiz u paytda. Ha, esladim, bo'ldi, o'tgan yili kelib oilaviy rasmni o'zini olib ketuvdinglar. Mana yutib chiqdi, o'shancha o'zingizga keldim deyaptilar. Ular ham keyslar katta edi. Transfer qilib hozir o'sha Amerikadalar. Voy. Shunga o'xshab aytganingizdek yutdi ketdi emas. U boyaginday mayli. Nima deydi? O'zi bilsa ham bor-ku. Masalan, bizning ofisimiz Amerika elchixonasining yonida-da, har dushanba konsulstvada suhbat. Kamida bitta odam chiqadi-da, "Aka, men atkaza oldim, nima bo'ldi?" deydi. "Qani, bitta ishingiz ko'rib chiqay" deyman. Ishini ko'rib chiqaman, ming afsus, to'g'irlasa bo'ladigan narsa bo'ladi. Ko'pida shu to'g'irlasa bo'lardi boshida. Nimaga o'z boshimchalik qildingiz deyman. Endi bitta narsani inobatga olish kerak, suhbat bir marta bo'ladi. Shunday. O'zingiz ko'rdingiz, administrativ tekshiruvga tushdingiz siz. Shunday. Boshqa chaqirib suhbatdan o'tkazmaydi. Bir marta u one shot-da. Boshqa sizga imkoniyat berilmaydi. O'sha bitta imkoniyatni o'zida urib chiqish kerak. Maksimal kerak bo'lsa o'sha hujjatlarni to'g'ri tahlab, maksimal qo'yib chiqish kerak. Biz oldinlari qo'yardik, qanaqa xatolar bilan odamlarga olib berdik. Keyin bilsam, bu narsani biz ochganimiz sayin konsulstvo ham kuzatib turadi-da. Shunga qarab turib, boyiga talablar kuchayib ketib qolyapti. Endi to'g'ri, men misol uchun birov aldashi tarafdori emasman, lekin baribir men yordam so'rab sizga mutaxassis sifatida kelyapti. Xatoni ko'lamiga qarayman, nechta anketa to'ldirdingiz? Yo'q, rostdan bitta to'ldirdim, shunaqa bo'lib qoldi, xato bo'lib qoldi. Rostdan nisyonan xato qilgan bo'lsa, bilmasdan xato qilgan bo'lsa, unga biz yordam beramiz. 100% emas, lekin imkoniyatni ko'tarib beramiz. O'zingiz ko'rdingiz, hozir ism bilan aytmaymiz ham. Qanaqa xatolar bo'lganini ham bor ichida olib ketishyapti viza. Faqat shu vaqtida murojaat qilish kerak. Bizani qarindosh ulfatimizda doktorlar bor-da. Men endi aytaman, green karta paytida yoki may oyida asabim buzilib ketadi, chunki 100 ta odam kelsa hujjat qilishga, ichida bir 30-40 tasi xato bo'ladi-da. Bularni siz ola olmaysan-da. Mendan so'ray, "Oka, garantiya berasizmi?" deydi.
garantiya beradigan ishi yo'q bu yerda. Lutchi o'zingiz harakat qiling deydi. Bizning qo'limizdan chiqib ketadi bu mijozni. Jahlim chiqib bir kun aytib bersam, sanda green card ekan u deydi. Men deydi, lorman deydi. Qulog'i bolasini qulog'i tomog'i og'risa uyda obdan davolab ko'rmoqchi bo'lib ko'liydi, dabdala qilib keyin olib keladi deydi. Bu bizning xalqqa tekkan kasal. Odam o'zi qilib ko'radi. Tupikka tiqqandan keyin mutaxassis qidirib qoladi. Bu narsa juda yomon. Hech qachon bunaqa qilish kerak emas. Boyagi aytganingizdek, men o'zim ham misol uchun shu xizmat ko'rsatish sohasi bo'ladi, boshqa soha bo'ladi, albatta ustasiga boraman. Hatto doktorga borsam ham aytaman, mayli men ko'proq ham to'lashga roziman, faqat bo'lar bo'lmas dori yozmagin. Bo'ladigan rostini aytgin, men ko'proq ham beraman. Faqat aldama. To'g'ri qil bo'ldi. O'zingiz biladigan ish bo'lsa ham mashina yuvish. Yuvamiz mashinangiz. Men yuvamayman. Bittasi bir kun chiqyapti Amerikadan turib, o'zbeklar o'ziga ishonchi past, shu green cardni ham firmada to'ldiradimi deydi. Men aytdim, nima ishonchi past bo'lsa, meni sartaroshga ham bormasdan o'zi chochini olsinmi? Xizmat ko'rsatish hamma o'zini qo'lidan keladigan ish o'zi, tegi. Servis sohasi shunaqa. Lekin natija bilan boyagi javobgarlik degan narsa bor. Siz pul berasiz, natijani so'rab olasiz, xato bo'lsa javobgarlikni bo'yniga qo'yasiz. Sen qiluvding, davay endi to'g'rila. Endi siz o'zingiz qilsangiz, natija noma'lum, javobgarlik yo'q. Tekindan ham qochish kerak. Mana men ko'ryapman, o'sha mana tema ochilyapti, green card yaqinlashyapti. Yangi tashlashadi, men bilan tekinga registratsiya qilaman deyapti. Qo'y borma deyman. Undan ko'ra qilma tekinga qilsang. Nimaga? Tekinda ikkita katta minus bor. Birinchisi, sifat yo'q. Sifatga javob bermaydi. Ikkinchidan javobgarlik yo'q. Ertaga masalan YouTube chiqdi, kim qilib beradi? Hamnaqa xatoingiz bor ekan. Unga telefon qilib nima deydi? U yaxshilik qilib bergan, endi o'rtoq nima deysan? Endi men bilmay qolman, uyqusirab turuvdim, u bo'ldi, bu bo'ldi deydi-da. To'ppa. Men bu Qozog'istonning o'zida ishlab turib kirgan bola bor-ku. Ha. O'sha bola, xullas uni qarindoshi Amerikadan o'ynab bergan. Payt kelishdi ofisga. Biz Amerikadan turib o'ynadik, mana jiyanimga yutdi. Yaxshi, qani bitta hujjatlarni ko'ring. Bitta ochdim, turibdi xato. Men seriozniy xato deyapman. Voy, endi nima qilamiz? Ko'rishyapti, qayta hujjatni ochishyapti-da. Men uyqusirolmadim deyapti-da. Nima bunaqa to'ldirdim deyapti. Bolani ism familiya xato ketib qo'ygan. Okey dedim. Mana bunaqa ish qiladi, instruksiya berdik. Xullas uncha-muncha tushishdi, boshqa qilishdi. Bitta plyusing dedim, casing katta ekan dedim. Chet el dedim, uncha qaramaydi dedim. Toshkentga tushib qolganingda dedim, tamom eding dedim. O'tib ketdi, mana viza olib chiqdi. Viza olib chiqdi hammasi. Mana shu Qozog'istonda hamma viza oldi siznikidan. Hozir 3 ta bolamiz qolgan. Nima deydi? Bittasi olib chiqadi, xudo xolasa, shu ikkitasi sal problemliroq. Shu savollarga mos to'xtalamiz lekin. Lekin xudo xolasa olishadi degan umiddaman. Rahmat Nuriddin aka. Mana ikkinchi qismiga ko'pchilik mana shu savollarga qattiq qarash kerak deb o'ylayman. Green cardni to'ldirishda ko'pchilik firmalarga ishonmaydi. Mana shu dogma bor-ku, firmalar 2-3 ta arizani birdan topshirib yuboradi, eski rasm ishlatadi deyshadi, raqamini bermay katta pul talab etishar ekan. Mana shu gap haqiqatmi? Va ularni qanday ajratib olsa bo'ladi? Mana odamlarga shunaqa life hack bering. Misol uchun firmalarga borib to'ldirayotgan bo'lsa, nimani iltimos qilish kerak firmalardan? Ming afsus, guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi degandek, shunaqa noinsof firmalar ham bor. Mana siz o'zingiz boya life hack berib ketdingiz, shu green cardda bilan shug'ullanyapman deyaptimi, istoriya ko'tarish kerak. Bizning o'sha Telegram kanalimiz istoriyasini ko'tarsangiz 2017-yil ochilgan. Shunday. 2017-yil o'sha Telegram kanallar qilish boshlanganda biz ochib yuborganmiz. Instagram ham shunaqa. Eskidan ishlab kelayotgan bo'lsin, birinchisi. Ikkinchisi nomer almashmaslik kerak. Nomer 2-3 yil oldin ham shu nomer tutdimi, hali ham shu nomer tutyaptimi? Keyin ko'p holatlarda, masalan, bizning ham ofisimiz o'zgaradi. Ko'p joylar временный ofis qilib qo'yadi. Bu endi bir oylik ishdi. Hozir Paynet ofisi ham bitta oq bo'zni tutadi-da, fotoapparat olib keladi-da, green card deydi, ochib qo'yadi. Endi buni xavfli tarafi nimada desiz, green card yutgandan keyin xat xabar kelmaydi. Sizga keldimi xat xabar? Yo'q, kelmadi. Emailda, yo konsulsiya telefon qiladi. Hech narsa. Mana shunaqa xat xabar keladi deb o'ylaydi odamlar-da. Natijada boyaga o'ynab qo'yuvdim deb esdan chiqazib yuboradi. Bitta odam bo'lgan, ofisga keldi, green cardda o'ynashga keldi. O'tgan yil ham o'ynadi, javob chiqmadi dedi. Tekshirdinglarmi desam, yo'q, bizga hech kim telefon qilmadi-yu, indamadi-yu deyapti. Qani qog'ozingiz yoningizdami dedim. Shuni tekshirsak yutib chiqqan. Voy, shuncha vaqt o'tib ketgan. U yutgan green cardni. Oke, siz green cardni yutibsiz, ham hazillashmang deyapti.
mana ekranni surdim, ko'rdim, Wow. qavatda o'sha yerda o'zida quchoqlab tabriklab xursand, g'alati tushni ko'rib yuruvdim-da bu narsalardan. Keyin keyslari baland edi, pandemiyaga to'g'ri kelib qolib, borolmay qoldilar. Demoqchi bo'lganim shunaqa holatlar ham bo'ladi. O'shaning uchun o'ynayotgan odam tayin odam bo'lishi kerak. Ya'ni ertaga misol uchun may oyida rosa telefon bo'ladi. Telegramdan yozishadi. Oki qog'ozni yo'qotib qo'ydim. Topolmayapman. O'shunaqa paytda bir xilla chiqadi-da, sizlarni bazanglar bitta shekil deydi. Yo'q, men o'zim registratsiya qilgan odamlarimning ma'lumoti menda bor. Ya'ni qog'oz ekzemplari menda bor. Qolganlarniki yo'q. Bizani o'ynagan joyimiz nomeri o'chu. Borsam eshigi yopiq. Mana shunaqa временный joylardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu joylarda boyagindek siz o'ynadingiz, qog'ozni yo'qotib qo'ysangiz, topa olmaysiz. Ular уже yo'q, telefon ham o'chu. Yo'kida YouTube chiqib qolib, bir xato bo'lib qolib, boyagi o'sha ism ikkita bolani bitta rasm qo'yib qo'ydi, atkaz oldi dedim-ku, ularga ham qayerda o'ynadingiz desam, u joy yopilib ketgan deyaptilar-da. U временный joy edi deyaptilar-da. Bu narsani временный biznes qilib olganlar bor. Yo'kida o'zini o'sha profilida like yig'ish uchun odamlarga yordam beryapman deydi-da, tekinga qilib beryapman deydi-da, lekin o'zi bilmagan holatda odamlarga yomonlik qilib qo'yishini bilmaydi. Chunki bu yerda tekin qilgandan keyin javobgarlikni kim bo'yniga oladi degan savol o'rtada turadi. Ertaga xato bo'lsa, boshqa bo'lsa, kim bunga javobgar? Kimdan so'rab olasan degan savol bo'ladi. O'shaning uchun o'sha ko'p yillardan beri xizmat ko'rsatayotgan, endi joyi tayin deb etish qiyin narsa. Chunki masalan force major bo'lib u joy buzilib ketishi mumkin, qizil liniyaga tushib qolib, lekin hech bo'lmasa o'sha ijtimoiy tarmoqda bor bo'lsa, yozsa javob bersa, telefon raqami bir necha yildan beri turgan bo'lsa, yillar davomida boyiga ish aylanayotgan, shu ish bilan qisqa qilib aytganda vaqtincha emas, doimiy shug'ullanadigan odam bo'lsa, bunga bunaqa odamlarga ishonsa bo'ladi va обязательно albatta borganda ko'z oldingizda anketani to'ldirsin. Ko'z oldingizda o'sha kompyuterdan chiqqan kodni chiqazib bersin. Confirmation kodni qo'lingizga olmasangiz, qanaqadir sizga shartnomalar berishligi mumkin. Qanaqadir bir bo'lar bo'lmas qog'ozlar, green card, pechatlar yasab olishgan odamlar, hammasi u bo'lmagan narsalar. Yana shunaqa holat bo'ladiki, qarangki, bir xilla aytadiki, "Oka, men tekshiryapman, kodim xato deyapti" deydi. "Qani menga kodingni ko'rsat" deyman. Kodni kompyuterda boyagi kompyuterda chiqqani, computer generated deydi-yu, o'sha kompyuterda chiqqani boshqacha chiqadi. Kodni ko'chirib Word faylga tashab распечатка qilsa boshqacha chiqadi. Kombinatsiyani o'zgartirib qo'yishadi. Ichidagi harflarni mana sizga kodingizni beryapmiz deydi. Maqsad nima Nurdin aka unaqa qilish? Maqsad ertaga masalan shunaqa odam chiqadi ba'zida. "Oka, deyapti, men green card o'ynadim" deyapti. "Men kodim bilan tekshirsam xato deyapti. Lekin firma telefon qilyapti-da, siz yutdingiz" deyapti. Men aytamanki, senga kodingni almashtirgan, necha pul so'rayapti? Falon summa so'rayapti, katta summa so'rayapti. Nima qilsam bo'ladi deyapti. Endi borib kelishasan, boshqa iloji yo'q. O'rtada konsulsiya ham turib bera olmaydi, Amerika ham turib bera olmaydi. O'zingni ayblaydi. Nega begonaga ma'lumotingni berasan? Shuni orqasidan konsulsiyaning ichiga kirsangiz, hamma yoqda videolar, plakatlar, firmaga ishonma, firmaga ishonma. Shunaqa yozib tashlaganda, Amerika O'zbekistonnikida. Shuni yomon ko'rishadi. Nimaga? Chunki birinchidan shunaqa firmalar bor, manipulировать qiladi odamlarni. Endi bizani o'zimiz odamlar ham gohida o'zi ham aybdor deb bilaman-da, keladi-da, "Oka, yutsam" deydi. Bilasiz, yutsam deydi, mayli nech pul so'rasa ham rozi edim deydi, lekin yutgandan keyin boshlaydi. Ma'nda birov $400-500 ishini bitiryapti-da, bundan 10 ming so'rashyapti-da. Nimaga degan savol o'sha chiqishni boshlaydi-da. Nega o'shanda pulini berib kodimni olmayman degan narsa chiqadi. O'shaning uchun turli xil boyagindek oldindan hujjat yig'ib yig'yapti, bu ham bitta nima? Minus. U qachon registratsiya qiladi, qanaqa registratsiya qiladi va sizga qaysi kodni beradi? Bilmaysiz. Eng zo'ri bordingiz, oldingizda to'ldirdi, ma'lumotlarni tekshirdingiz, kodni o'sha saytdan chiqqanini berdi va o'sha yerdan ketmasdan turib tekshirib olish kerak. Hech bo'lmasa ism, familiyani, hech bo'lmasa. Gohida shunaqa bo'ladi, "Oka, biz yutdik" deydi. Lekin deydi, yutganimiz bilan deydi, DS ocha olmayapmiz deydi. Men bilaman, demak, oy yilda xato ketgan. Endi bittalab yil 12 oyini kunini bittalab kiritib chiqasiz. Bir kunda ochiladi deyman. Rostdan ochildi deydi, qarasaki o'sha oy yilni xato kiritgan bo'ladi, boshidan ketadi. O'shaning uchun tekshirish kerak, oldida o'tirish kerak. Iloji boricha boyi odam
chalg'imayaptimi, faqat shu bilan shug'ullanyaptimi, shunga e'tibor berib turib, e'tibor bilan to'ldirsa, albatta firma bilan to'ldirgan yaxshi. Lekin boyagindek tekinga qanaqadir kimdir sizga tavsiya bersa, boshqa qilsa, men tavsiya qilardim bormaslik. Boyaga aytganimda, ertaga birinchidan mas'uliyat yo'q. Shunday. Xatomi, to'g'rimi, to'ldirsa to'ldiradi. Ikkinchidan, ertaga sizga yutuq chiqsa, xohlagan pulini so'rab manipulyировать qilishi mumkin. Mayli, yutuq chiqsa, xo'p, bir yil shunaqa bo'lgan, bitta firma 20 ta 30 ta odamdan yig'ib olgan, $10,000 pul yig'ib olgan. Green Cardga yutdingiz degan. Bu hozir biz zamonaviy texnologiya asrida yashayapmiz. Yutuqni, qog'ozini kerak bo'lsa odamlarcha saytini yasab olyapti. Tepadagi saytga qaramaydi-da. Boyiga ma'lumot, sayt nima bu? Algoritmini kiritib qo'yadi. Mana qarang, okey, sizni ma'lumotingizni kirityapman, familiyangiz, kodingiz, tug'ilgan yilingiz. Buni knopkani bosyapti. Ular u yoqda ishlab qo'yishgan-ku. Yasab qo'ygan. O'sha chiqyapti. Okey, deyapti. Ko'zimni oldida tekshirgan, deyapti. Qaysi saytda desam, saytiga qaramanman deydi. Nechta odam desam, nechtadir odam yig'ganda, pulni yig'gan, 10 mingdan yig'gan. Mashinaga. Keysda cho'tki, sizni hujjatlaringiz ketyapti. Mana falon kuni intervyularga kirasiz, bu yig'ib olishgan yo'q. Yo'qolib qolgan odam. Yo'qolib qolgan. Bu 200-300 mingni ko'tardi, chetga chiqib ketdi. Tamom. Ular qaytmaydi ham, boshqa ham qilmay 3-4 yildagi esidan ham chiqib ketadi. Shuning uchun siz qo'lingizga kod olmadingizmi, yutdingiz desa ham ikkilanasiz. Yutmadingiz desa ham ikkilanasiz. Chunki kodingiz yo'qda, tekshirmayapsiz-da. Bilmayapsiz. Siz bilan hech kim aloqaga ham chiqmadi. Kodni qo'lingizga olsangiz, har holda o'shanda shu harakat qiluvding, nima bo'ldi ekan? GMP'ga ber, tekshirchi, GM tekshir. Okay, yutmabsiz, to'g'ri yutmabsiz. Bildi yutmaganini yoki yutdi, qo'lida kod turibdi, xohlagan firmaga borib ishini bitiradi. Kodi yo'qmi? Firma aldayaptimi? Yutdi desa ham ikkilanasiz. Yutmadingiz desa ham ikkilanasiz. Dahshat. Nuriddin aka, mana shu eng muhim savolidan biri, mana shu to'ldirish jarayonida baribir xatolar bo'ladi-yu. Bo'ladi. Qanaqa xatolar kechiriladi intervyu jarayoniga borgungacha? Qanaqa xatolar vobshe kechirilmaydi? Shu haqida gapirib bersangiz. Adresdagi xatolar seriozniy xato emas. Bemalol unda. Adresda chunki tabiiy narsa. Misol uchun siz bugun Qoraqamish 2 da turuvdingiz, ko'chib ketdingiz. Masalan, oktyabrda o'ynaldi, may oyida javobli chiqquncha o'rtada 6 oy bor. Uyingiz o'zgarib qoldi, adresingiz o'zgarib qoldi. Bu tabiiy narsa, hech narsa qilmaydi. Lekin pasportdagi ma'lumot, ism, familiya, tug'ilgan oy, yil, kundagi xatoliklar bular kechirilmaydi. Yuqorida aytganimdek, Toshkent high fraud rate post deyiladi. Ya'ni aldash ko'rsatkichi yuqori bo'lgan post bo'lganligi uchun. Yevropada forumlarga kirib o'qisangiz, masalan, o'sha payt anketa to'ldirayotganda ko'pchilik nimada xato qilib qo'yadi? Bizda birinchi kun yoziladi, keyin oy yoziladi. Mana shunaqa, men ham adashaman. Ularda birinchi oy yozadi. Ko'p xato nima bo'lib qoladi? Oy bilan kunni o'rni almashib qolgan bo'ladi. Nima qiladi shunaqa odamlar mana shunaqa holatga tushsa? O'zbekistonda отказ. O'zgartirib bo'lmaydi. Qanaqa? Intervyuga kirib tushuntirsa-chi masalan? Intervyuga kirib tushuntirsangiz, bizni high fraud rate postimiz bizga ishonmaydi. Men hattoki rosa apellyatsiyaga berganda yozaman. Bu misrepresentation emas, seni aldashga urinmagan. Bu shunchaki bizadagi standart. O'rta Osiyodagi, umuman o'zi postsovet mamlakatlarida hamma yoqda oldin kun, keyin oy yoziladi. Bu o'sha date of birth mistake deydi. Bu narsani Yevropada ko'rib chiqsangiz, bu o'tib ketadigan narsa-da. Hamma aytadi, hatto boy o'sha $2,500 degan xatoyimiz bizda shunaqa bo'lgan. Kichkina qizni tug'ilgan oy, yil, kunini to'ldirayotganda o'rni almashib qolgan. Bolalar to'ldirayotganda shunaqa bo'lgan. Endi nima, bolam qiluvdi, manmas demaysiz-ku, firmaga siz javobgarsiz. Bo'ldi, olamiz dedik. Uni endi metrga almashtiraman desangiz, bola oldinroq kun tug'ilgan bo'lishi yoki keyinroq, u ba'ziga kirgan. Bo'lmaydi. Keyin faqat shu konsulstva bilan muloqot. Oxirida shu konsulstvaning shunaqa odati bor, visa waiver degan programma bor. Ya'ni ba'zi bir xatolarni ko'rib chiqadi-da konsul. Maylin deydi, kechiradi. Rostdan ham o'sha xato nisyonan bo'lganini ko'radi. Bu yerda yana boshqa faktorlar ham bor. Hamma faktorlarni ko'rib chiqadi, inobatga oladi-da, kechirib viza berib yuboradigan holati bo'ladi. Shuning uchun ism, familiya, tug'ilgan oy, yil, kun, mana shu ma'lumotlarni juda ehtiyot bo'ling. Tug'ilgan mamlakat. Mamlakatda O'zbekiston borib qo'ysangiz, bu yil bitta yutuq egamiz bor. Yo'q. Ularga ham shu tekinga to'ldirib berishganda, endi yordam qilamiz debdi. Germaniyada turgan odam bo'lganda,
German deb ko'rsatib qo'yganda, chargeability Germaniya turibdi. U nationalityni Ha, O'zbekiston emas, Germany qilib Germany qo'ygan. qilib qo'ygan. Germaniya. U Germaniya kvotasidan yutdi. Men endi aytaman, kirganingizda Germaniya pasportini ko'rsatmasangiz, menimcha bermasa kerak deyapman-da. Nari to'ldirgan odam aytadi. Men точно O'zbekiston qilganman deyapti. O'zbekiston qilsa tizimda chargeabilityda u chiqmaydi. Endi mayli tavakkal harakat qilamiz deyilyapti, balki o'sha aytganimdek Yevropadagi postlik bag'ri kengroq, balki mayli deb ko'z yumaverar, balki yummas. Bu yilgi case Bu yilgi endi kiradi. case, ha. Dahshat. Bu oy Green Card'ga qabul ochiladi. Balki mana suhbatimiz bo'layotgan jarayonda ochilgandir, o'zi qizg'in jarayonga ketyapti. Green Card'ni topshirish pulli bo'lar ekan deb eshitdik. Qanchalik mana shu summa qanchani tashkil qiladi Nuriddin aka va bu pullik qilishda Amerikaga nima manfaat? Xo'p, Green Card pulli bo'ldi, rasmiy tasdiqlandi. O'zi o'sha one big bill nimadir qoida chiqdi-da. U yerda o'zi boshida proposal deydi-ku, tavsiya qilinganda $250 edi. Yo'q. $250 endi DVga topshiryaptim, $250 to'lasan. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrimki, misol uchun bu yoqda siz $1 million ga gold kart sotyapsiz, mana bu yoqda tekinga uni lotereya ko'rinishidagisi bo'lsa g'alati-ku. G'alati, to'g'ri. Endi mana sotuvni jadallashtirish uchun mana ozgina anaqa to'siq qo'yish kerak. Lekin $250 tasdiqlanmadi. Balki baxtimizgadir. Hozir $1 bo'ldi. Rasmiy $1 to'lash bo'ldi va shaxsan men buni yaxshi qabul qildim. Chunki bu bizga plyusga o'ynaydigan narsa. Birinchidan o'sha nima deydi? O'tib o'tirib ruschalab aytganda radi prikol deydi-yu. Radi prikol to'ldirishlar kam bo'ladi. Chunki $1 ham pul. Keyin viza kartada yetish kerak, hammada ham viza karta yo'q. Qanaqadir cheklov bo'lyapti. Ba'zilar bo'ladi, oshna og'aynim bilan o'tirdim, to'ldirib tashladik, yutib qoldik deydi. Aka, oilani kiritmaymi deysiz? Sen men bilmadim oilani kiritish kerakligini yoki ajrashganman deydi. Xo'p, ajrashgan bo'lsangiz, bolani nega kiritmadingiz? To'ys xato yutilgan. Bizning O'zbekistonning holatida kamida 200-300 ta yutuv xato bilan, jiddiy xato bilan yutiladi. Kuyib ketadi shunda. Ular shunchaki joyi kuydirib yuboryapti. Mana bu yoqda to'g'ri o'ynaganlar borda, bularning o'rnini mana shu olib qo'yadi bular olib qo'yyapti. Endi shu narsa pulli bo'lgandan keyin o'zidan o'zi ko'cha-kuyda pana-pasqamda o'tirib pista chaqib to'ldirib olishlar bo'lmaydi. Boyagindek adashib yutib qolishlar ham kamroq bo'ladi. Birinchi jihati. Va ikkinchi jihati shuki, yillar xullas kalom bir kuni menga telefon qilishdi-da, "Aka" dedi, "anketalar bor, olasizmi?" dedi. Tushunmadim, qanaqa anketa? 10 mingta anketa bor dedi. 10 mingta odamning ma'lumoti, pasport ma'lumoti, rasmlari, adreslari. Ular yillar davomida odamlar kelib ketganda o'zida saqlab qo'ygan boy ma'lumotni endi menga sotmoqchi. Men aytdim, "Men uni olmayman" dedim. Birinchidan dedim, bular hozir nima ahvolda? Hozir nima deydi, holat o'zgargandir boshim. Men bunaqa ish qilmayman. Meni o'zimni ofisimga, o'zimni o'sha bozorda o'zim pozitsiyam bor. Faqat o'sha ochilgan kuni qabul qilamiz, yopilgan kuni yopamiz. Anketa yig'maymiz. O'shanda kelgan odam bilan ishlayman. Boshqa reputatsiyamizni bizadigan qilib bunaqa anketa yig'ib sotib qilmayman. Ya'ni bozorda shunaqa odamlar bor. O'zi hisoblab chiqsangiz borku, ba'zi firmalar 20 ming, 30 mingta anketa topshirar ekan. Men aytaman, o'zi 5 minut vaqt ketsa, bundoq bo'lib chiqsangiz-chi, tinmasdan ishlash kerak bir oyda. Uxlamasdan. Yana yoki boy trollar fabrikasiga o'xshab 4-5 ta odamni o'tkazib qo'yishadi. Mana senga anketa, sen birdan 1000gacha, sen 1000dan 2000gacha tammi registratsiya qilib o'tiradi-da. Eski anketalar. Eski anketalar. Ichida endi boyiga yutganni, ularda ham xavf-xatar bor. Qanaqa? Ba'zilarini telefoni o'zgarib ketadi, yutgan odam qidirib yurishadi. Chunki kelib qoladi menga 2026-yil faraz qiling, DV 26 ga yutganlar may oyida chiqqan, 6 oy oldinda endi kelyapti DS to'ldirishga. Men aytaman, "Namcha kechikib ketdingizmi? Firma meni topa olmabdi" deyapti. O'shanga o'xshab ularda ham shu risk bor, topa olmaslik bor. Yokida boyagina 20 ming, 30 mingta anketa bormi? Endi eski tizimni yo'lga qo'yish uchun $1 dan to'lasa $20 ming tikish kerak. 10 mingta kim risk qilmaydi unga. $10 tikish kerak. Bu risk. Ichida nechta yutuv chiqadi, nechta yutuv chiqmaydi. Yutuv chiqqan odam boyi pulni beradimi, bermaydimi? O'shaning uchun bunaqa sxemalar endi katta ehtimol bilan balki bordir. Pul tikadiganlar, "Yo, biz pul tikamiz, shuncha olgan narsamizga" deyish mumkin. Lekin ba'zi boyiga pul tikishdan qo'rqadiganlar olib tashadimi, bizaga
boyagi qutiga endi shariklar soni kamayyapti. Ha. 10 ta olinsa, boy 20 ta sharikdan 10 ta olinyapti dedik, endi 15 ta bo'lib qolsa, ehtimol o'z-o'zidan oshadi. Kamroq odam topshiryapti. Bu yerda berilayotgan kvota chiqish ehtimoli oshadi va kelayotgan anketalar sifati ham yaxshi bo'ladi. Sifati zo'r, chunki pulini riskka qo'ydimi, o'sha hamma joyiga, rasmiga ham, unisiga ham e'tibor berib, Ishing tagidan kirib kelgan odamlar ham biz uchun ko'rganimizda qo'rqmasdan olib qola olamiz. Men masalan ko'zim yetmasachi olishiga olmayman. Bilaman-da ertaga chunki bozorda pul ketkizgandan keyin men ham ularni ham to'g'ri tushunaman-da. Kim yomon qilib bera olmadi, palonchi o'xshata olmadi degan u gap menga kerak emas. O'shaning uchun ko'zim yetadimi olaman, ko'zim yetmaydimi aka biz qila olmas ekanmiz bu ishni deyman. Boshqa yoqqa bora qolsa o'sha yerda to'polon qila qolsa. $1 qo'ygani shu siz fikringizcha yaxshi Juda bo'ldi yaxshi saralashga. Dahshat. Zo'r. Endi Nuriddin aka green card yutgandan keyin jarayonlar haqida gaplashsak-da. Mana green card yutganlar ham ko'pchilik bizani ko'rishyapti, masalan, bu yil oldingi 24-yilda DV26 bo'lib yutganlar. Shularga qanday hujjatlar tayyorlash, undan keyingi jarayon haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Masalan, o'zi qilgani qanaqa qiyinchiliklardan o'tadi va firma bilan ishlaganda qanaqa afzalliklari bor? Shuni tushuntirib bersangiz-da, nimalar ketma-ketliklari bor? Tushunarli. Xo'p, green card yutgandan keyin birinchi navbatda DS formani boshida o'sha start now deydi, o'sha joyini ochish kerak edi. O'sha yerda siz boshidagi anketani kim sizga to'ldirib bergan bo'lsa, ism, familiyani qanaqa yozgan bo'lsa o'shanda turadi. Agar vizani muammosiz olishni xohlasangiz, qo'lingizda chiqastirayotgan qizil pasportingiz yoki qo'lingizda turgan pasport, o'sha ism, familiya bir xil bo'lishi kerak. Harf-harfigacha. Ba'zi jihatlar bor, masalan, o'g'li metrkada to'ldiruvdi, qattiq X edi, endi zagram pasport bo'lsa KX bo'lib chiqadi. Bu kechiriladi. Yokida masalan, meni familiyam Nabiyev Y bilan yoziladi, zagram olsam Y tushib qoladi. Meni bolalarimning familiyasi. Bu normal holat. Bu normal holat, chunki transliteratsion xato. Undan boshqa qanaqadir xato bo'lsa, mana shu vaqtda tuzatadigan vaqti. DS to'ldirishdan oldin. Mana shu vaqtda tuzatish kerak. Endi keyin DS 260 forma to'ldirildi. DS 260 to'ldirilgandan keyin case raqamiga qarab viza bulletenini kuzatib borish kerak. Har oyda o'sha viza bulleteni chiqqanda necha case kiryapti, qayerga kiryapti, qanaqa bo'lyapti va o'zini taxminiy intervyu sanasi qachon. Mana o'zingiz ham ko'rdingiz, juda ham ko'p odam, 2000 ga yaqin odam shunchaki qolib ketdi. Hozir juda yomon odat chiqdi. Men masalan sizga ham aytdim-ku, siz ChatGPT ga solib ko'rdingiz, DeepSeek ga solib ko'rdingiz, yana Grok ga soldingiz. O'zingizni gapingiz, birortasi ishlamadi dedingiz. Birortasini bergan prognozi ishlamadi. Nimaga? Chunki bu искусственный intellekt nima qiladi? Sintez qiladi. Bozorda bor ma'lumot sintez qiladi. Toshkentdagi konsulda farazan 2025-yilda sentyabrga intervyu qo'ymasligini kim bashorat qilibdi? Hech kim. Hech kim. Past dataga qarash kerak. Voy gapingizga men qo'shilaman. Yaxshi opitli odamni topish kerak edi. O'sha odamga ishni topshirish kerak edi. O'sha odamdan so'rab turadi. Mana hozir kunda so'rashadi. Nimaga intervyu oktyabrga qo'yilmadi? Nimaga boshlanmayapti? Noyabrga ham qo'ymasligi ham mumkin. Qaysidir yilda fevralda boshlagan. Qanaqa bo'lsa qanaqa bo'ladi? Voqealar rivoji paxodu o'zgarib ketishi mumkin. Oldingi yilgi o'tmish qaytalanmasligi mumkin. Har yili yangi qoida bo'lishi mumkin. Mana qirg'izlar nima bo'ldi? Green card yutuvdi, yaxshi kelishyapti, Tramp birdan chiqdi, Saru spiska dedi. Turkmanlar Saru olovrang ro'yxatga tushib qolishdi. Tushunasizmi? U kutilmagan narsa chiqib qolishi mumkin. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Nima qilsa bo'ladi? Qayerga murojaat qilish kerak? Dovdirab qolish mumkin. Qo'lingizda $1 million narsa turganda uni risk qilish kerak emas. Men o'zi qarang, mana siz borsiz, yana bitta oila yutib ketgan, ularni ham vizaligini olib berdik. Bular Angliyada o'qigan, tilni o'zi zo'r biladigan. Men misol uchun siz o'zim qilaman desangiz hamchi men xafa bo'lmayman, ham to'g'ri qabul qilaman. Nimaga? Chunki endi til biladi va hokazo o'zi aqli yetadi, qilayotgan ishi ham mana shu zamonasiga yarasha ish deymi. Lekin bir xilla borda o'zi qo'pol qilayotganini kechirasiz, tushunmaydi-da, tilni ham bilmaydi. Inglizini bitta harfdan tarjimasini u o'zi qiladi-yu, bitta tanishini topadi. O'z boshimcha qilib yuborishadi. Oxirida mana yaqinda bittasi chiqibdi-da, aka deyapti, palonchiga qilib bersiz, palon davlatdan olibdi-yu deyapti. Menikini ham qilib bering deyapti. Qani keyslaringizni tashlang, Telegramda qarasam, u may oyida men bilan yozishgan. May oyida men unga aytgan edim, sen ishing transfer bo'lishi kerak. Bo'lganda ham
transfer mana odamlar nima qilyapti, biz reklama chiqazamiz, ana Qozog'iston reklama chiqdimi, endi hamma o'ylaydi kelasi yil Qozog'ga qilamiz deb o'ylaydi. Vaholanki o'yin qoidalari o'zgardi, xabaringiz bor. Ular ham o'tgan yili qilingan lokatsiyani to'pa olishgandek qilishgan, o'ta viza bermayapti hozir. Ko'rib turibdi-da, "Oka, mana shunaqa qildim" deyapti. "Qayerda edingizsan? Men sizni bilmadim" deb aldayapti meni. Istoriyani ko'tarsangiz turibdi, biz yozishganmiz. Balki o'zida o'chirib tashlagandir, menda turadi. Gaplashganmiz. Endi men aytib o'tirganim yo'q. "Ne, o'shanda kelmading" deb. Poyezd o'tdi ketdi. "Aka, uzr, kechikdingiz. Endi biz ish qila olmaymiz. Uje kech bo'ldi." Keyslar uje ko'tarilmaydigan, karant bo'lganda uniki. Karant bo'lgan, uje u o'z boshimcha ko'chirgan, intervyu kelib bo'lgan, lekin u lokatsiyaga bormayapti. Biladi, chunki viza olmasligini. Hozir rasxodi katta u lokatsiyaga borishi, suhbatga kirib chiqishi va o'tdan viza olmaslik. Chunki tarixda yo'q o'tdan viza olinganida. Tushunarli. O'z boshimcha boyagi anaqadan internetdan yo ChatGPTdan qaragan, bilmaymiz. Ne рабочий joy. Shunaqalar yana chiqib turadi. Abu Dabiga, Dubaylarga, Turkiyalarga qilishadi. Qamela o'tlarga. Men mana sizlarga hint beraman. Bo'lmaydi u lokatsiyalar. Chunki biz uni ko'rganmiz, bitta mana 37 keysli bola. DV25 chiqyapti-da, endi u ham firmalarni surishtirgan. "Oka, men Abu Dabini ID kartasi bor menda. Dubayda ishlayman. Masjiddan kiryapti. Qo'y ukam shu yerdan kirma" dedim. "Birinchi viza olgin kelsa Toshkentdan kir" dedim. Keyin boshqa firmaga chiqqan ekan, endi qilishni bilmaganda shuning uchun shunaqa devorgan, "Men sizga qilib beraman Abu Dabidan" degan. U audioni tashlayapti. "Oka, men sizga prosta ko'nglim chopayotgani uchun sizga bularning gapini tashlayapman. Nima deysiz" dedi. "Men hech nima demayman" dedim. Bitta kontakt berdim. Dubayda yashaydigan. Undan 1 yil oldin yutgan. Keysi 13 ming. Current bo'lib 2 oy Dubay o'sha Abu Dabining konsulxonasi eshigini tegdi, chiragan bola. Shuni chiqqan ekan, "Voy aka, oqtobi, ko'ktobi, siz arablar bilan ishlaysiz, bilasiz, u bular qanaqa ishlashini, ani bemalol choy ichib ishlashadi. Balki 37 keysiz kelarganingiz" deyapti. Lekin Nurdin akam aytganlaridek birinchi oyda kelmasligi mumkin. Qachonlargadir surilib ketishi mumkin. Men ishoning deyapti, keysim current bo'lganda deyapti, necha qatnadim, necha yozdik. Kutib tur. Case current iyun o'tdi, iyul o'tdi, avgust o'tdi, sentabr kelyapti. Bermayapti-da. Keyin men aytdim, bo'ldi, bu yoqqa qilish kerak emas ekan. Bitta ayol Turkiyaga, Turkiyada ishlab turgan bo'lgan, Turkiyadan qilib beramiz deyishgan. Turkiya ham juda ham sekin ishlaydi. Juda ham gal kelishi qiyin. Men aytdim, "Opa, sal adashib qo'yishibdi" dedim. Lekin uni ko'chirildi. O'zlari harakatlari bilan ko'chirdilar. Ikkinchi qismini biz qilib berdik, olib ketishdi viza. Viza olishdi. Shunaqa bir viza yo'q, bir sodda, o'z yoqimli ko'ringan manzillar bo'lishi mumkin-da, o'z boshimcha qilib qo'yiladi, lekin u yerda natija chiqmaydi. Yoqmaydigan manzillar bo'lib qoladi, masalan, Hindiston, Mongoliya. Odam borgisi kelmaydigan joylar, lekin rezultat bo'lishi mumkin. Lekin Mongoliya ham yopildi hisob, bu yil juda rasvo ishlashdi. Tushunarli. Shunga o'xshab bu jarayon o'zgaruvchan. Xohlagan payti xohlagan tarafga burib qolishi mumkin. O'shaning uchun agar oldingizda tajribali odam bo'lsa, yo'l yo'ru sizga ko'rsatib turadi. Siz o'zingiz mana apaga tushganingizda baribir bitta savollaringizga javob beradigan odam bo'lish kerak-ku. Albatta, mana misol shunaqa holat bo'ldi bizda. Qozog'istonga kirganimizda endi ko'chirish mavzusiga o'tdik. Ko'chirish bu nimaligini qisqacha aytsam, o'zim sizlarning tilinglarda vizada o'chirit degan narsa bo'ladi va o'chirit doim O'zbekistonda sal sekinroq keladi. Masalan, meni o'chiritim 11500 lar atrofida edi. O'zbekistonda 7000, 8000 o'ynalayotgan paytida avgustda biz уже sekin Qozog'iston davlatida keysimiz ko'chirgan Nuriddin akani xizmatlari orqali. Biz Qozog'istonga kirdik. Qozog'iston kirgan paytimizda bizaga ma'muriy tekshiruvga tushdik. Ma'muriy tekshiruv nima desanglar, uni ko'p holatlari bo'ladi. Hujjatingizda kamchilik yoki sizdan shubhalanadigan jarayonlar bo'ladi. Bu ma'muriy tekshiruvga APA deyiladi, administrative processing. Ma'muriyga tushgan paytimizda juda ham panika bo'lgan. Nuriddin aka, biz chunki suhbat bo'yicha O'zbekistondan birinchi odam bo'lganman. Almataning konsulxonasida ayolim bo'ldi, o'sha depressiyada tushgan. Uyga bordik, uyqumiz kelmaydi, uxlaymiz desak, aeroportga shundan bilet oldimda ketdik dedik. Va o'sha protsesslarda sizlar tushuninglar, agar o'zingizlar qilib ketadigan bo'lsangiz, birinchidan transfer qilish jarayonini qilish ehtimolingiz juda ham past. Ikkinchidan ma'muriyga tushib qolsangiz nima qilaman degan mana. Masalan, Qozog'istonda biz boshqa odamlarni ham ko'rdik-da. Misol sizni firmangizdan boshqalar. Ishoning,
hech qanday ma'lumotga ega emasda. Bizani guruh sizda mana Nuriddin akani bilimlari, yo'l boshchilik bo'lgani uchun bizni gruppalarni yig'dikda, ular ham qattandir qo'shib qolishdi. Men chiqazmadim, Ha, mayli, natija. bizda guruhda qo'shilib qoldi. Men bilmadim, hammasi balkim siz bilan ishlagan inson deb o'ylasam, yo'q, keyinchalik bildik ani. Ularda na bir suhbatga qo'shiladi u odamlar, na bir jarayonni bilmaydi, bo'ldi, ular voz kechgan insonlar. Ya'ni kurashish yo'q. Biz Nuriddin aka bilan qancha kurashdik, jarayonlarda gaplashdik, hali taskin olish degan narsa bo'lish kerak edi, chunki bu umringizni bir gap bilan aytganda shu jarayonga bog'lab qo'yasiz. Hayotingiz bog'lanadi, ishlaringiz bu yoqdan, o'sha rejalaringiz Amerikaga ko'chiriladigan jarayonda bunaqa ma'muriy tekshiruvlar sizga psixologik, ya'ni o'sha psixologik udar bo'ladi. Shu sababli ham Nuriddin aka o'sha jarayonlarda bizga yordam berib, oxiri Abbosbek chiqadi dedi, men ishonmadim. To'g'risi panika, sal vahimaga tushadigan insonman, vahimaman. Shu sababli yo'q, Nuriddin aka chiqmasa kerak, menga qolib ketdim. Qanaqadir chipim yo ishkalim bo'lsa kerak hujjatlar dedi. Yo'q, Nuriddin aka gapi og'ir bosiqlik bilan tushuntirdi, bo'ldi, chiqadi, kuting. Haqiqatan kutdik, vizani oldik. O'shanaqa jarayonlarda juda ham firmani o'rni katta. Yana bitta shu savol beraman Nuriddin aka, mana bu yilda O'zbekiston alohida emas, Yevropaga qo'shildi. Endi savol shundaki, mana ko'pchilik green card yutgan insonlar o'tiribdi. Biz ham bu yil transfer qilishimiz kerakmi degan savol bo'ladi. Shunda qanaqa fikr bildirasiz? 11 mingdan baland baribir transfer qilish kerak. Ha, yo'q, bu yil ham qiladim transfer. Endi bu yerda hozir jarayon yanada qiyinlashdi. Sababi hozir viza byulleteni 7750 ga birdan ko'tarib qo'ydi. Keyingi ko'tarilish 11 ming 12 mingdan oshishi mumkin. Keyingisi bo'lmasa, undan keyingisi oshadi. Va natijada case current bo'lgandan keyin case'i ko'chirib bo'lmaydi. Transfer qiladigan odam mana shu 2-3 oy ichida qilib olish kerak. Biz oldin mart aprelda ko'chirardik 11 ming bo'lganim uchun. Hozir shunchalik tezlashib ketdimi? Tezlashib ketadi. Chunki yevro kvota dedik biz, lekin exceptionda yurardik, ya'ni xususiy hol bo'lib. Hozir o'sha yevro kvotani ichidamiz, bizani alohida ajratmadi va bu nimadan dalolat beradiki, yevro kvota tez ko'tarilishi kerak. 50 minggacha sentyabrgacha chiqish kerak edi. O'shani hisobiga mana bittada 7,5 mingga chiqdi. Oldingi yillarda bittada O'zbekiston 1200 1,5 ming nari borsa shunaqa chiqardi. Bittada 7,5 ming ko'tardimi? Bitta O'zbekistonni deb qolganlarni ushlab o'tirishmaydi-ku. To'g'ri. Hamma o'pshi kirib ketdi O'zbekiston. Umumiy kirib ketdi O'zbekiston. Endi ko'tarib bu bizani keysimiz endi Turkiyaga o'xshab qoldi. Turkiyani qarasangiz, Turkiyada ham shunaqaki, konsulstva qanaqadir sekin ishlaydimi, yo siyosat shunaqami bilmaymiz, 7 ming 8 minggacha keladi. Undan u yog'i kelishi qiyin. Ko'rib turibsiz, mana orada boya aytganingizdek, sizniki 11500 keys orada shunaqa bo'ldi. Iyun oylarida eslasangiz, Toshkentga kelishi ham mumkin bo'lib qoldi. Xuddi shunaqa. Hisob kitob qilinsa, Toshkentga kelishi aniq bo'ldi. 99% ida. Ha. Lekin hech kim o'ylamadi, Amerikadagi Toshkentdagi elchixonasi sentyabr oyi uchun birorta joy qo'yib bermasligi. 11300 da to'xtadi. Nechta odam kuyib ketdi Nuriddin aka? Qancha odam kuyib ketdi. O'yladi 11500, 11700, 11800 bizga gal keladi deb uvering edi. Men hattoki agar sentyabrga qo'yganda 12000 ham kelardi. Nimaga? Chunki 11500 tepalari men o'zimda ko'rdim-da, ancha odam ko'chirib tashlagan. Ba'zida. Siriya bo'lib qolgan boyiga tizimda, boyiga kutib o'tirganlar ham shunga ishonishdi. Ko'chirib yuborgan, hozir orada Siriya dedi. Har qayerda gal kelsa kelardi. 11363 meni o'zimda bor edi. Oilali, bola chaqali, bitta sentyabrga qo'ysa kiradi dedik. Kirmadi, qo'y. Uni hech kim bilmaydi. O'shanga o'xshab kutilmagan Amerikaning sovg'alari juda ham ko'p. O'zingiz boshingizga tushganda ko'rdingiz, biz qanaqangi o'sha green kartani ko'tarib, ichidagi qonun qoidalarini olib, salkam yurist bo'lib, yuridik taraflama qancha haqqimizni talab qildik. Lekin kimdan haqqini talab qilyapti? O'zbekistondagi bitta fuqaro Amerika Qo'shma Shtatlariga chiqib haqqini talab qilyapti. Tushunyapsizmi? Nima bu? Tag'inam bizani sonimiz ko'p bo'lgani uchun, ko'p boyiga jo'natganimiz uchun, boshqa bo'lgani uchun va boyiga nima deydi? Bu yilgi kvotani 23 mingda Yevropani qoldirganimizning yutug'imiz bo'ldi. Agar 23 ming emas ko'tarib yuborganda qozo yetardi. Oldin o'zimnikiga beraman. O'zimga bog'langan mana Rossiyaliklarga beraman. Qolsa keyin senga beraman derdi. Oxirgacha ushardi. Yana bitta narsa aytaman. Nuriddin aka bilan ishlaganimizdan keyin Qozog'istonga ko'chirdik-ya. Men u firmani aytib o'tirmayman. O'sha firma rahbariga yozdim. Nuriddin akadan sizga aytmaganman. O'sha rahbariga yozdimda, aka dedim, Qozog'istonda apa olib chiqdik dedim. Endi nima bo'ladi desa, pishdinglar dedi. Bo'ldi, ya'ni shunaqa erkin gapiryapti, bir insonning hayotini
просто tak anaqa qilib qo'yyapti-da. Bo'ldi, pishdinglar dedi. Maqsad Qozog'istonni sizlar kelgusi yilga ko'chirmasligini uchun hammanglarga atkaz beradi deb turib, o'zidan soqit qildi. Dedim, to'xtadim, bu odam bizga dushmandek ko'rindi. Ya'ni firma aslida maslahat beradigan firma bo'lishi kerak, u yo'lboshchi bo'lishi kerak. Keyin sizga yozganimdan keyin yo'q, hal qilib, mana jarayon 1,5-2 oy o'tdi, lekin hamma mana vizalarni olib chiqdi qadr ishtirokchilar. Nuriddin aka, mana endi eng muhim joylarga keldik. Shu intervyuga kirganda. Mana eng muhimi jarayoni intervyumi. Mana shu joyning savolim. Intervyu kirganda inson suhbat jarayonida qanaqa savollarga duch keladi? Har bir inson va inson o'zini qanday tutish kerakki, vizani olish ehtimolligini oshirish uchun. Xo'p, juda ham yaxshi savol. Birinchi navbatda o'sha o'zini tutishi dedingiz, o'zini tutishga juda ko'p narsa bog'liq. Chunki siz Amerikaga salkam fuqaro sifatida ketyapsiz. O'sha konsulstvoga kirganda o'zini tutishga e'tibor berish kerak. Masalan, ba'zilar bo'ladi, ochiq tarashadi bir-birini. Men o'tib oling, men zararli ishim, bu narsa yaxshi ko'rilmaydi. Ya'ni siz kuzatuvdasiz, doimiy kuzatuvdasiz, kuzatib turadi. Birovni haqqini yeyishga moyil odam ekan bu deydi. Yokida o'zaro urush talashib ketadiganlar bo'ladi. Yokida juda ham muhim jihati shu bola chaqasi bilan kirganda ba'zilarning bolasi sho'x bo'ladi. Endi bizda o'zbekchilikda bolani urush nima deydi, to'g'ri qabul qilinadi-da. Qabul qilsa bo'ladi, lekin ular qabul qila olmaydi. Hattoki aytadi, o'zingni bolangga rahm qilmayapsanmi, u yoqqa boribsan, kim bo'lasan deydi. Bola to'polon qilsa urib yuborish mumkin. Er-xotin o'zaro gaplashib turib janjallashib ketib qoladiganlar bo'ladi-da. Bu narsalarga juda e'tibor berish kerak. Shunaqa holat bo'lgan. Bitta odam 1 yili Toshkentda shunaqa konsullar kelib qolganki, Tsar konsul Central Asia degan maqola chiqqan, hattoki juda mana shu hujjati zo'r kirsa ham atkaz beravergan. 2019-2018-yillarda hujjati zo'r kiryapti, atkaz beryapti-da. Mana shu consular abuse degan narsa bor. Ya'ni konsul o'z mavqeyidan foydalanib odamlarni kamsitadi. Ya'ni ular konsulni ham bir hisobda to'g'ri tushunaman men, chunki ming xil aldov bilan, ming xil narsa bilan kiravergandan keyin o'sha millatga nisbatan nafrat uyg'onib qoladi. Bular deydi, hammasi bir go'r deydi. Shunaqa narsa tuyulib qoladi va natijada to'g'ri hujjat bilan kirib ham administrativ tekshiruvga tushish, viza bermaslik holatlari ko'p bo'lgan. Keyin shu qayta yozilgandan keyin o'rganib chiqishgan, bu konsullarni bo'shatib yuborishgan. Ba'zi o'sha vizadan atkaz olganlarni chaqirib, qayta ishini ko'rib chiqib, sizga noto'g'ri atkaz berishibdi. Vizangizni beramiz deb turib, berilgan holat ham bo'lgan. Shunaqa holatlarda bitta oila kirganda aytayapti, shu kirsam deydi, shu qo'l yuvadigan joyda suv yoqib qolib ketib qolgan bo'lgan. Svet yoquv, suv yoquv. Kirganda suvni o'chirib, svetni o'chirib qo'ygan. Buni kuzatib turibdi. Konsul kelganda aytganki, "Men bu xotining tufayli senga viza beraman" degan. Yaxshi ayol ekan degan. Nimaga? Chunki bu boyagi suvni isrof bo'lishini oldini olyapti. O'zini bu rol o'ynamayapti-da. O'zini ichidagi o'zligini ko'rsatdi. Svetni o'chirdi, suvni o'chirib qo'ydi. Demak, bu iqtisod qilar ekan. Yaxshi odam ekan. Ertaga Amerikaga borsa, namunali inson bo'ladi degan ma'noda viza bergan. Esimga tushdi, 2017-yil, 2018-yil adashmasam, bitta o'zbekistonlik bola terakt qilib mashinada odamlarning ustiga haydadi. Sayfulla Soipovmi degan bola edi. O'shandan keyin qattiqlashib qolgan edi-da. Keyin yana bitta bolamiz kirgan, vodiylik bola edi, ozgina qiziqqonroq edi. Men aytdim, "Uka" dedim, "o'zingni bos" dedim. Talashib, tortishib o'tdi, o'sha yurmagin dedim. Kirgan pulni bergan, pulni o'sha ozgina nima deydi, eskiroq pul bo'lganda almashtirib ketgan. Shoshilinchda tashqariga chiqib ketayotganda bir odamga turtilib ketgan. "Akajon, kechiring, u yoq bu yoq" desa ham g'ong'ir qilgan. Borib almashtirib kelsam deydi, yonma-yon turib qoldi. G'ing'illaverdi shu bola deydi. Endi bo'yapti-da, endi talashyapti, boshqa bo'yapti. Konsul ko'rib turibdi uni. Keyin deydi, boyagin gali keldimi deydi, shuna bordi, atkaz berib yubordi dedi. Nimaga? Chunki bu o'sha agressiya ko'rsatyapti. Agressiv. Hozirda o'sha agressiv. Agressiv odam. Keyin buni ham gali kelganda bu ham o'sha atkaz olish kerak edi. Lekin buni baxtiga bitta bola rosa yig'lagan. Kichkina bola yig'layvergan, hammani boshi og'riyapti deydi. Ana atmosfera shunaqa bo'lganki, o'sha asab yuqori darajaga chiqqanda, konsul ham o'sha jahli chiqib, viza bermaslik ehtimoli oshgan. Meni ham boshim og'rib ketdi deyapti-da. Shuni nari xonaga chiqqanda suv ko'rgan ekan. Bolani oldiga boribdi-da, "Uka, nima xohlaysan?" "Suv ichkim kelyapti" degan bola. U turgan xonada suv bo'lmagan. Hozir degan borib nari xonaga borib, ochirtib bizib chiqib,
xonaga borib suv olib kelib berib shu ichdi tinchlandi hamma deydi qarsak chalgudek bo'ldi keyin deydi konsulga shunday galim keluvdi deydi bolalarni yaxshi ko'rasanmi debdi ha mani o'rnimda boshqasi ham shunaqa ish qilgan bo'lardi dedi sanga mana shu bolani rahm qilib boy suv berib ovozini o'chirganing uchun viza beramiz debdida boshqa savol so'ramaganda chunki ikkalovi talashib turibdi ikkita odam urishsa ikkovi viza olmaydi u qiziq emas kim haq kim nohaq ikkovi olmasligi kerak lekin buni boyiga bitta ishi narigi ishi yopib ketdi de viza olib ketdi bu shu o'zini tutishga juda katta narsa bog'liq ja endi rol o'ynaylar demaymizku lekin o'zini yaxshi tutish kerak bu nafaqat elchixonani o'zida balki Amerikaga borganda ham o'zini yaxshi tutish kerak mana siz ertaga borsangiz ko'rasiz credit score yana boshqa narsalar bor o'zbeklar ming afsuski o'zini yomon tomonlarini ko'rsatib qo'ygan ko'p jihatda o'zbekmisan deydi iPhone'ni anaqa rassrochkaga bermaymiz deydi biladi chunki 10 tani olib olib bu yoqqa chiqazib yuborib har xil machinatsiya qilib turbasim qilib bu endi ming afsus ana millatda yuziga dog' tushiradi men o'zim chet elda yurganimda katta mo'lga kirib o'sha telefon olayotganimda bundoq qaraganda inglizcha gaplashyapman lekin yuz ko'rinishimdan qarayapti Bangladeshi O'zbekistoniy sizlar bilan boshqacha gaplashamiz deyapti bu millat yuziga dog' shuning uchun nafaqat Amerikaga borish balki qaysi davlatga borgandan qat'iy nazar o'zini inson yaxshi tutish kerak millatni yuziga dog' tushirish kerak emas ikkinchi savol nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak savol hammaga har xil masalan individualning tarixingizga qaraydi siz chet elga ko'p ishlashga chiqqan bo'lsangiz chet elni so'raydi chet elga chiqmagan bo'lsangiz yoshingizga qaraydi nega halizgacha oila qurmagansiz shuni o'qishingizni so'raydi ya'ni profildan kelib chiqadi ma'lum bir savollarni ketma-ketligi yo'q katta ehtimol bilan hammadan so'raladigan savol bu Amerikaga nimaga ketyapsiz nima ish qilmoqchisiz bu ko'pincha tushadi endi bunga o'sha har kim o'zidan kelib chiqib javob beradi odatda ko'pchilik immigratsion bilan noimmigratsion vizani adashtirib oladida ishlashga ketyapmiz deb aytib qo'ymagin deydi shunaqa bo'lgan to'g'ri mana bu B1 B2 vizada ishlash mumkin emasda turistik biznes vizada ishlash mumkin emas green kartada naоборот ishlash muhim boyaga aytganimdek Amerikaga siz borib ishlab ularga nalog to'lab tegirmonni aylantirishingiz kerak shuning uchun ishlashga pul topishga yangi hayot qurishga bu normal javob kerak javob ham kerak bo'lsa bundan keyin o'sha boyiga oila 2 marta qurgan bo'lsa oiladan so'raydi farzandlardan so'raydi chet elga ko'p chiqqan bo'lsa chet elni so'raydi siz boya aytib o'tdingiz Amerikaga chiqqanim plyusga dedingiz-ku ko'p holatda minusga ishlab qoladi Amerikaga chiqqanlik nima sababdan desa turistik viza bilan 3 oy 4 oy Amerikada qolib ketgan bu savol uyg'otadi Amerika konsulida 3 oy 4 oy nima ish qildingiz turist bo'lib 3 oy yurish uchun ancha pul kerak turizm bir hafta 10 kun 15 kun boring yana lekin уже 3 oy 4 oy yurdimi konsul xayoli ketadi aytadiki bu deydi ishlagan deydi naqd pulga ishlagan deydi keyin qaytib kelgan deydi ishlash Amerika qonunlarini buzish qonun bizdimi buni biz endi green karta berib permanent resident qilib jo'nata olmaymiz ya'ni doimiy yashovchi qilib jo'nata olmaymiz deydi ya'ni shunaqa jihatlari ham bo'lib qolishi mumkin o'shaning uchun individual keysga yondashish kerak ko'rib chiqish kerak har bitta odamning ishini boy aytolman-ku keladida aka o'tkazib olib chiqdim deydi bundoq qaraganda men bilaman sizni mana masalangiz to'g'ri shundan ko'p savol berdi shuni mana to'g'irlash kerak deydi hozir to'g'irlab bering aytgan pulingizni beramiz hozir kech aka o'tib ketdi siz kirib chiqdingiz konsulga hujjat tushdi biz hozir buni to'g'irlagan narsani yozsak biladiki O'zbekistonda pulga ko'p narsani hal qilish mumkin bu yasab kelyapti bu deydi shunday o'shanga suhbatgacha boyginani to'g'irlab olib borish kerak deydi ming afsus nasib qilmabdi deymiz bo'ldi o'zimni tajribamni aytsam mana siz mani suhbat jarayoniga tayyorladingiz aytdingiz Amerikadan ko'proq savol beriladi dedim man tushuntirib berdim masalan ko'p yashamaganligimni o'sha 6 oy degan bo'lsam shu 2 oyda qaytib kelganligimni turistik viza olganligimni lekin qarabsizki tajriblanarlisi suhbatga kirgan paytimizda haqiqatdan siz aytgan vaziyatlar juda ko'p bo'ldi bizada ham bo'ldi Qozog'iston davlatining o'zini fuqarolari eri bilan ayoli urushib ketdi jarayonda urushib ketdida bu yerda politsiya turar ekan-ku militsiyasi shunaqa turdida olib chiqib ketdi ularni shuni olib chiqib ketdi bo'ldi jarayonga kirgizmadi nima bo'ldi u yog'ini bilmadik keyin siz aytgandek hali o'zingizni bosing hali og'ir bosiq bo'lishingiz kerak deydi lekin Nurdin aka haqiqatdan emotsiya juda ham katta o'ynar ekan chunki hayotingiz
ko'z oldingizdan o'tadi, Amerikani hayoti ko'z oldingizdan o'tadi. Turasiz, qizcham bilan yaxshiroq muomala qilishga harakat qildim. Juda ham sho'x qizim edi. Yugurib boradi, suvni qo'yadi, sevib boradi. Endi nima qilasiz uni? Majburlab olib kela olmaysiz. Uzr deyman, hammadan uzr so'rayman. Yo'q, chiqsa, no problem. Amerikanliklarga bu oddiy holat. No problem, hozir tozalab ketishadi. Men suhbat tugagandan keyin deydi, sevib boradi olgan suvini. Maksimal harakat qildim o'sha yerda emotsiyalarimni ko'rsatmaslikka va og'ir bosligi bilan kirdik suhbatga va suhbat jarayonida qanaqa savol berdi. To'ppa-to'g'ri aytdi Nuriddin aka, individual yondashar ekan. Menga so'ragan savol nima? Qaysi davlatlarda bo'lgansiz dedi. Men aytdim, mash davlatlarda. Yaxshi. Muqim yashagan davlatingiz qaysi? O'zbekiston va Buyuk Britaniyami dedi. Ha, muqim yashagan rezidensiyam bo'lgani O'zbekiston va Buyuk Britaniya. Tajribalarningiz Amerikadan savol bermadim shu joyda. Keyin Amerikaga borib nima ish qilasiz dedi. Amerikaga borib turib, shu Wall Streetda ishlamoqchiman, o'zimni yo'nalishni topmoqchiman. Haqiqatda siz aytgandek, bu turistik viza emas, tushuninglar, immigratsiyon viza. Oilam bilan ketaman, mana bu shaharda yashayman va o'sha yerda kerak bo'lsa, doimiy rezidentiga aylanib soliq to'layman va Amerikani iqtisodiyotiga hissa qo'shaman o'zimni ishchi kuchim bilan deb gapirsangiz, ularga juda ham bu ma'qul keladi. Aslida haqiqatan shunaqa. Xuddi shu narsalarni gapirganimdan keyin eshitdi endi men bilan ingliz tilida suhbat bo'ldi, boshida tajribalandi, keyin o'qishimdan savol bermadi, lekin qolgan hammadan o'qishimdan savol berdi. Nimaga savol bermaganini bilgandek bo'ldim, sababi o'qishim hujjatlarini ko'rdi. Amerika bilan Buyuk Britaniyani o'qish tizimida diplomlari va sertifikatlari deyarli bir xil. Ular farqlab ola oladi. Shuning uchun ularda shubha tug'dirmadi deb o'yladim. Shubha tug'dirmaganicha umuman o'qishimdan savol bermadi, lekin ikkala diplomim ham chet eldan keltirilgan diplomdir. Westminster ekan, University of Westminsterdan, Londonniki ham. Shuning uchun savol bermadi. Amerikadan ham savol bermaganim rosa kutgan savolimdi-ku. Amerika ham ularni ko'rinishi bo'yicha shu men Birlashgan Millatlar Tashkilotida qatnashganman, 6 oydan tez chiqib ketganman, bir marta kirganman. Menda multiple bo'lgan, misol uchun. Mana multiple qanaqadir viza dedingiz-ku, haligi kuchli vizalarda B1, B2, multiple, multi viza bo'lganda, multi bo'lganligi uchun menda bir marta single entrance bo'lgani uchun menimcha bermadi va bu tekis o'tib ketdi deb o'yladim. Siz birinchi o'tdingiz suhbatda. Qozog'istonlikga transfer qilganlarimiz orasida birinchi o'tdingiz. Men keyin nima dedim sizga? Hozir dedim, bular Toshkentga chiqadi dedim. Cho'ta o'zbeklar ko'p kelyapti. Nima bularga qarash kerak, nimasiga qarash kerak deb so'raydi dedim. Keyingi kirganlardan dedim, shu Toshkentda uchraydigan ko'p haligi makinatsiyalarni ular o'rgatib qo'yadi dedim. Keyin kirganlardan mana bunaqa narsalarni so'raydi dedim. Keyin mohir kirdi-ku. Mohir kirganda polniy so'rayapti. O'qishdan so'rayapti. Diplom soxtalashtirishi mumkin bular. Yangi turmush qurgan bo'lsa, surishtirish kerak, rasm qilish kerak, boshqa qilish kerak. Uje deyapti. Boy birinchi suhbatdan keyingi suhbatlar farq qilyapti-da. Shunaqa bo'lgan intervyular. Kattakon rahmat Nuriddin aka. Endi mana eng kulminatsion nuqtasi keldik, Amerikada yashash. Mana oramizda Amerikaga borganda kimdirlar green kartaga to'ldirishi, mana maqsadini tushunmayapti-da. Haligi to'ldirdim, Amerikada qiynalib yashaymanmi degan insonlar bo'lishi mumkin. Shunga sizdan savol, mana mijozlaringiz bilan ko'p ishlaysiz, ular bilan ketganidan so'ng ham aloqada bo'lib turasiz. Green card yutib mijozlaringiz orasida ko'proq qanaqa ishlar bilan shug'ullanmoqda? Ya'ni qaysi sektorlarda o'zbeklar borib turib ish bilan joylashadi? Xo'p, men birinchi tavsiyam, agar green cardda yutdi degan qog'oz chiqadi-ku, o'sha zahoti ingliz tilini o'rganishni boshlash kerak. Taajjubki odamlar o'rganmaydiki, to qo'liga viza tushmaguncha, boya aytdim o'zbekchilikda oxiriga taqiymiz dedim. Oxiriga taqiydi, o'rganmaydi tilni, bir amallab chiqadi-da, keyin o'tda zerikadi. Menga yozadi, gruppamiz bor, gruppani yopmaymiz. Voy Nuriddin aka, til o'rgansam bo'lar ekan, til bilmay qiynalib ketdim. Til bilmasa bu yerda o'sha soquvchi ish qiladi. Принесятниси. Qo'l bilan imon ishora. Yoki o'sha til biladiganga nima deydi? Tobe bo'lib qoladi. Mana shunaqa bo'lmasligi uchun birinchi navbatda green cardda chiqdimi, hozir nima ko'p ingliz tili kurslari ko'p. Kimga gruppovoy tushadi, kimga individualniyda yaxshi o'rganadi. Birinchi navbatda til o'rganish kerak. Til o'rganib borsa, Amerikada ish topishi, shtat tanlashda huquqi bo'ladi. Til bilmaydigan ko'pi Nyu-Yorkka tushadi. Nyu-Yorkda til bilmasa ham bo'ladi. Bilasiz, Nyu-York qimmat shahar. Boshqa biror bir yaxshiroq joyga boraman, nima deydi? Juda unaqa shovqin emas, kriminali kamroq, arzonroq shtatga boraman desa, o'ta til bilish kerak. Dastlabkida ishlasangiz ham sizga yukki bergandan keyin olib kelib jing'iroq chalib, soqovchi gapirmaysiz. Men keldim deyish kerak-ku. Men keldim, mana buni olib qoling. Menimcha zdachi bo'ldi. Bu gaplash, muloqot qilish kerak. Hozir mana o'zbeklarning eng sevimli kasbi trakka chiqib katta mashina haydash. Hozir qonun chiqarib qo'yishdi. Til bilmasa, shunaqa bo'ldi. To'xtatyapti, boshqa qilyapti. Tilni bilish kerak. Til bilmasdan trakka chiqa olmayotganlar ham ko'p-da.
Shuning uchun bu green kartani birinchi navbatda boya aytganimdek imkoniyat sifatida qarash kerak. Men juda ko'p odam bilaman, o'ziga to'q odamlar green karta o'ynaydi. Maqsad nima? Ko'pchilik o'ylaydiki, green karta yutsam, men O'zbekistonda hamma ishimni tashlab Amerikaga ko'chib o'tib, o'sha yerda bir qora ish qilishim kerak. Yo'q, unaqa emas. Green karta yutdingiz, Amerikaga bordingiz, green kartangizni oldingiz. 1 yil, 6 oy deydi ko'pchilik, o'zi 1 yil. 1 yil ichida bir marta kirdi chiqdi qilib qo'ysangiz bo'ldi. Shu savolim ikkinchi savolda follow up. Mana Amerikada ko'rdik, siz aytdingizki, hayotini yangi qurmoqchi bo'lgan insonlar har xil sektorlarda ishlaydi, ko'proq xizmat ko'rsatishda dedingiz. Endi savolim, masalan, meni vaziyatimda, men O'zbekistonda kompaniyalarim bor, shunaqa insonlar bo'lishi mumkin orasida, biznesmenlar borib turib, green kartani olib kelib turib, O'zbekistonga qaytib kelib yashab, Amerikaga, masalan, 3 oyda, 4 oyda bir borib turib, 1 oy yashab, qaytib keladigan qilsak bo'ladimi? O'shani qoidalari qanaqa, misol uchun? Bemalol. Hattoki qo'lingizga green kartani olmadingiz. Mana o'sha pasportingizga viza bosilganda, vizani tagida kichkina harflarda yozib qo'ygan. Upon endorsement nimadir deb yozgan. Bu nima deganiki, siz vizangiz masalan 2-fevralgacha berildi, qo'lingizdagi viza. Siz 1-fevralda Amerikaga kirib bordingiz. Ming afsus, bir hafta yashaganingizdan keyin O'zbekistondan xabar kelib qoldi. Darrov kelmasang bo'lmaydi deb qolishdi. Boyagi vizaga shu yozuv asosi, hamma qo'lida green karta vizasi bor o'qisa, shu upon deb yoziladi, upon deb yozilgan joydan o'qisa, tarjimasi shunaqaki, kirgan zahotingiz pechat urgandan keyin chegara xodimi mana shu viza, pasportdagi viza 1 yilga avtomatik uzayadi va green kartani kuchini beradi. Siz shu viza bilan hali green karta qo'lingizga olmasingizdan turib, O'zbekistonga kelishingiz mumkin va yana qaytib ketishingiz mumkin. Bu mana shu viza sizni kirdi chiqdi pattangiz bo'lib turadi. Zarur holat bo'lib qolsa. Mana shu gapni aytsam, bitta odam ishonmadi. Bizga dedi, o'zi o'tdi, klinikalarimiz bor, ishlarimiz bor, tashlab keta olmaymiz dedi. Bemalol borib olib kelsanglar bo'ladi dedim. Yo'q, Amerika deylar unaqa deyishmayapti dedi. Xo'p, nima deyishyapti Amerika deylar? Kuyib ketadi deyishyapti. Bitta kirganda 2 yil turish kerak ekan. Davaychi bundoq qilamiz dedim. Konsulstvoga yozamiz dedim. Konsulstvoga bitta xat yozdik. Menda shunaqa situatsiya bo'lib qoldi. Hozir hali green kartam kelmadi, lekin kelmoqchiman dedim. Konsulstvodan javob keldi. Men o'sha javobni ko'rsatdim ularga. Ko'rsatib turibman. Aytyapti ham, qo'lingizdagi viza kirganingizdan keyin, pechat urilgandan keyin u green kartaga aylanadi, 1 yillik faqat. Shu green kartangiz kelguncha mana shu viza orqali kirib chiqib yursangiz bo'ladi degan javobni konsullik o'zi beryapti, taqdim qilyapti. Keyin ko'ngilga xotirjam bo'ldi, lekin haligi amerikanistlarning bir o'zini xarakteri bor, bilasizmi? Mana bitta narsani o'zi to'g'ri deb bilsa, assumption based ish qiladi. Ya'ni bo'ldi shu to'g'ri deydi. Bizning o'zbeklar ham o'tda ko'p yashashsa shunaqa bo'lib ketishadi. Konsulstvodan javob kelsa ham tan olishmadi. Yo, baribir dedi, shu 2 yil yashash kerak ekanmidi dedi. 2 yil yashash kerak degan gapni ham asosi bor. U nimadan kelib chiqqan? Siz green karta orqali aytaylik fuqarolikka topshirmoqchi bo'lsangiz, mana bunda to'g'ri, bitta kirganingizda boshida 2 yil, 2,5 yil muqim istiqomat qilishingiz kerak. O'zbekistonga qaytib kelish mumkin emas. Mumkin emas degan narsani men aniq ayta olmayman, lekin ruschalab aytganda nijelatinni. 2,5 yil muqim turish kerak. Keyin umumiy turgani 5 yil bo'lishi kerak va mana necha kun bo'ldi? Kechami yana yangi qonun chiqdi. H1B degan viza bo'ladi, рабочий viza. Buni qiyinlashtirishdi. $100,000 qilib qo'ydi. Kompaniya H1B bilan kelgan odamga yiliga $100,000 to'lash kerak. Va fuqarolik olishga ham 14 tami 15 ta savol edi, 100 nechtadir savol qilib qo'ydi. Ya'ni 30 ta savol bo'lsa 100 tami, ular 3-4 barobar savol ko'p bo'lib qoldi. Fuqarolik olish ham qiyin bo'lib qoldi. Nimaga? Chunki o'sha Tramp siyosati, immigratsiya qisqartirish, noqonuniy yurganlarni chiqazib olish, davlat nuqtai nazaridan qaraganda ularga yoqmaydigan odamlar kerak bo'lsa green kartasini ham qirqib tashlash kerak bo'lsa. Mana shu siyosat yurayotganligi uchun bu qonun qoidalar kundan kunga o'zgarib boryapti. Yana bitta savol, mana shu green karta yutganman, ota-onamni olib borsam bo'ladimi degan savollar kelishadi. Xo'p, ota-onani green karta yutgandan keyin mehmonga eng tez chaqirish yo'li mehmonga chaqirish. Ya'ni 1 yil, 1,5 yil o'tgandan keyin aytaylik, oilada yangi farzand tug'ilishi mumkin yoki o'sha farzandlar ish bilan bo'lib O'zbekistonga kelib keta olmasligi mumkin va ota-onani mehmonga chaqiradi. Kamida shu 1 yil o'tish kerak. Bu yozilmagan qoida. Bir xilda 3 oy, 4 oy, 6 oyda ham kiraman deydi, ba'zida beradi, ko'p holda bermaydi. Siz tajribangizni o'tgan jarayon. Bizning tajribamizda shu 1 yilni maslahat beramiz. 1 yildan keyin mehmon vizasi bilan borsa bo'ladi. Endi
green kartasi bor odam ertaga fuqaroligiga topshirishi mumkin. Fuqarolikni olgandan keyin воссоединение семья degan narsa bor. Yoki shu green kartani o'zi bilan ham qilsa bo'ladi. Yaqin qarindoshlarni shu oila birlashuvi programmasiga topshirib turib chaqirtirsa bo'ladi, lekin bugungi kundagi gap 3 yildan 5 yilgacha vaqt oladi. Ba'zida ko'proq ham vaqt oladi. O'sha oila birlashuvi qilish. U ham shu oilaning darajasiga qaraydi. Mana masalan, kimdir green karta yutdi, oilasini olib ketmay turibdi-da, keyinchalik qo'shib olmoqchi. O'zini xotini, bolasi bo'lsa, tezroq o'tib ketish ehtimoli bor. Endi ota-ona, aka-uka bu qiyinroq masala bo'ladi. Buning uchun ko'proq fuqarolikni olgandan keyin fuqarolikni orqasidan boyga chaqirish ehtimollari bo'ladi. Endi buni ham ichiga kirsak, bu hozir boshqa mavzu bo'lib ketib qoladi. Albatta. Nurdin aka, sizga kattakon rahmat. Ikkita savolimiz qoldi. Bu ikkita savol menimcha ishtirokchilarga juda ham muhim. Bu savol qaysi? Green karta mavzusini yopdik hosila bilan, lekin green karta yutib green karta yuta olmasdan Amerikaga bormoqchi bo'lgan insonlar bor-da. Shunda ikkita savolim bor. Birinchi savolim shundaki, suhbatimiz oxiridagi bu green karta yuta olmagan insonga O'zbekistonda qaysi vizani taklif etasiz? Va ikkinchisi, mana yaqinda O'zbekiston futbol jahon chempionatiga chiqdi va bu Amerika, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadi. FIFA bo'yicha o'zbekistonliklar qanday qonuniy usullarda borishligi mumkin? Shuni bir instruksiyasini tushuntirsangiz zo'r bo'lardi. Xo'p, juda ham yaxshi savol. Ko'pchilik telefon qiladi, aytganingizdek, iloji boricha Amerikaga borib olish maqsad. Bizani, masalan, mana statistikaga qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda ijtimoiy, siyosiy, kerak bo'lsa, iqtisodiy taraflardan ham pastroq turadigan davlatlar bor-da, lekin ularni viza atkaz olish darajasi bizanikidan past. Nimaga desangiz, fuqarolari borib qonun qoidani buzmagan. Ming afsus, mana hozir siz ota-onalarni aytdingiz, oxirgi paytda ota-onalar ham atkaz olish ko'payib ketdi. Ota-onalarga ham hattoki viza bermay qo'yapti. Nimaga? Chunki konsulsman qo'lda statistika bor. 2000 ta ota-ona chiqib ketdi, 100 tasi qaytib keldi. 1900 ta qolib ketib qolyapti. Masalanda, nima qilishyapti? Oyada uydan chiqmay o'tirsangiz bo'ldi. Biz ishlayveramiz, siz bolalarga qarang, bog'chaga, maktabga olib borib keling deb boyagi ota-onadan foydalanishyapti-da. Natijada boyagi vizani maqsadi buzilyapti. Birinchi navbatda Amerikaga bormoqchi bo'lgan odam to'g'ri maqsaddagi vizani tanlash kerak. Turistmi? Rostdan turist bo'lib boribki. Mana o'shanda bizani umumiy reytingimiz ko'tariladi. O'zbeklar chiqib ketyapti, 1000 ta chiqyapti. Bori yana 700-800 ta qaytyapti, 200-300 ta qolib ketyapti. Unaqa katta emas. 70-80% baribir kelyapti-yu deydi. Turistmisiz, turist bo'ling. 10 kun, 15 kunda qaytib keling. Biznesga chiqyapsizmi? Shu biznesingiz qiling. U ham 10 kun, 15 kunda qaytib kelasiz. Rostdan ishlamoqchimisiz? Unda o'sha qonun qoidasi bo'yicha H1B viza yokida o'sha ish vizasiga qarab turib, o'sha kategoriyada vizaga topshirish kerak. Mana hozir studentskiy viza olish ham qiyin bo'lib qoldi. Nima uchun desak, ketayotgan studentlar boryapti, o'qiyapti. Maqsad o'qish bo'lmaganda. Ko'pida maqsad o'sha Amerikada mana credit based-ku o'qish bilasizku. Masalan, bitta semestrda 4 ta kredit yopish kerak bo'lsa, u bitta semestrda bitta kredit yopyapti. 4 yillik o'qishi 7 yilda bitirsa ham rozi. Nimaga? Chunki maqsad o'qish emas, maqsad o'sha yerda student viza bilan ishlab yurish. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgani uchun ham konsulda bu narsalar ma'lumotlar, work and travel programmasi masalan, bular ham borib qonun qoidani buzib qolib ketayotgani qancha, o'shani hisobidan konsul vizalarni atkazib berishni boshlayapti. O'shaning uchun birinchi navbat maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Konsul nima desam bo'ladi, psixolog bo'lib ketganda, kelgan odamni kerak bo'lsa hididan biladi. Bu nima maqsadda ketyapti? Bu ular treningdan o'tgan, ko'zingiz chapga qarayapti, o'ngga qarayapti, lavingiz titrayapti, gapirayotganda ozgina qatladir to'xtalib qolsa, bular hammasini o'qiydi ular. Shunga qarab turib, o'sha rostmanaki, men masalan mana turistik vizalarni ko'p qilib beraman-da, olgan bolalarim bor, olgan odamlar bor, rostdan qaytib keladigan odamlar-da va rostdan qaytib keladi ham. Buni bilganda, to'g'ri orada rostdan qaytib kelishiga men ishongan, o'zi ham aytgan, rostdan ham shunaqa bo'lganlar bor, atkaz olib chiqqanlar ham bo'ladi. Lekin olgani, ya'ni demoqchimanki, shunaqa tekshiruv qattiqki, katta ehtimol bilan qaytib keladi. Shuning uchun birinchi maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. O'qishmi o'qish, ishmi ish. Work and travel yoki deb exchange programmi o'zi Amerika vizalari turi menimcha biror bir davlatda bunaqa ko'p tur bo'lmasa kerak. Immigratsiyonning o'zida bir nechta tur bor. Noimmigratsiyonda bir nechta tur bor. Va tez viza olishga qiziqish kerak emas. Mana ko'ryapmiz internetlarda qaysidir blogerlar chiqdi, javob olib berishar ekan, divorishda o'zligi ham mana jarima to'lashdi. O'sha videolar menga kelgan. Mijozlarim yozadi, "Sen
bo'lmaydi desam mana bo'ladi deyapti-yu, borib ko'ring, pulingizga kuyasiz. Natija qilib bera olmaydi, boshqa bo'ladi. O'shaning uchun tavsiya qilamiz, bu jarayon sifatida qarash kerak. Borib tavakkaliga topshirdim, atkaz olib chiqdim emas. Tupa topshirish minuslari katta. Birinchisi, siz o'zingizni tarixingizga dog' tushirib qo'yasiz. Hech ham Amerika elchixonasiga kirmasdan turib, birinchi marta kirish boshqa. Bir necha marta harakat qilgan, aytaylik, pul topib qoluvdi, o'rtoqlarim bilan qiziqib konsulsiyga kirib chiqdi, atkaz olib chiqdi. Endi kerak vaqtda kirsa, boya atkaz bunga minus beradi. Minus ta'sir qiladi. Bunga ta'sir qiladi. Nimaga? Chunki konsullar oldida savol tug'iladi. Nimaga bu hadeb Amerikaga ketishga harakat qilyapti? Shuning uchun istoriyani, tarixi, viza tarixini toza saqlash juda ham muhim. Yoshlar chiqadi, aka, mamnaqa, shuna kirmoqchiman, kirma. Til o'rgan, yoshsan, yoshiga ham qarash kerak. 24-25 yosh bolalar ingliz tilini o'rganib, men bakalavrga kiryapman deydi. Yo'q, to'xta. Yosh o'tib qoldi. Yosh o'tib qoldi. Katta ehtimol bilan bermasligi mumkin. O'shaning uchun konsultatsiyadan o'tish juda ham muhim va o'shanga qarab turib, shu insofli firma bo'lsa tushuntiradi. Men masalan, meni oldimga kelsa, qo'y san topshirma deyman. Atkaz olib chiqasan, qo'y deyman. Menga masalan undan foyda yo'q, uni undan ko'ra olib turib bo'ladi deb qulog'iga tepib ishlab olganimiz yaxshi, lekin unaqa pul buyurmaydi. Ertaga boshqa joydan teshib chiqib ketadi. Shuning uchun aytamanki, o'qi, o'rgan, ingliz tilini zo'r bil. Institutga kirganda ham qaysidir bir chekka shtatdagi bir qanaqadir universitetga kirdi hisob emas. Nomi chiqqan 50 talik, 100 talik, 20 talikga kiradigan zo'r universitetga kir. Bugungi kunda sharoitni mana davlatimiz ham shunaqa sharoit qilib bergan. Mana bu nima grant chiqdi-ku? El yurt umidi bo'yicha men bolalarni ko'rdim, Stanfordlarga kirib tashlashgan. Garvardlarga kirib tashlashayapti. Garvardga kirib boring, konsulsiyaga kirib, Garvarddan invitation, accept letter bilan olib keling, 99% beradi. Nimaga? Chunki bu Garvardga kirishni o'zi bir katta bir natija-da. Keyin bu yoqda el yurt umidi turibdimi? Bo'ldi, beradi. Shuni ishi pishib qilish kerak. Boryaptimi, qilyaptimi, hujjatni to'liq yig', to'g'ri namereniyani to'g'ri qilish kerak. Ya'ni maqsadni to'g'ri qo'yish kerak, niyatni to'g'ri qo'yish kerak va topshirayotgan vizasiga yarashur bir narsa ko'rsatib berish kerak. Tushunarli. Mana o'shanda oladi. Xo'p, FIFA masalasiga keladigan bo'lsak, FIFA jahon chempionati munosabati bilan juda yaxshi hozir imkoniyat yaratib bergan volontyorlik programmasi. Lekin 30-sentyabrgacha ariza topshirish kerak. Ariza topshirib, arizasi o'tib qolsa, volontyor bo'lib, o'tda pul to'lanmaydi, yo'l kira ham to'lanmaydi, yashashga ham pul to'lanmaydi. Faqatgina sizga o'sha ishga borib kelishingiz uchun o'sha shahar transportidan tekin foydalanasiz va ovqatlanishingizga qoplab berishadi. Ajoyib. Boshqa narsa berilmaydi. Bu kim uchun? Mana shu jahon chempionatida nima deydi? Bu 4 yilda bir marta bo'lib ham balki 100 yilda bir marta Amerikada bo'lar. Keyingilari boshqa joyda bo'lar. Bu butun umrda bir marta bo'ladigan imkoniyat bo'lgani uchun ba'zi bir odamlar bo'ladi. Mana shu katta tadbirning bir qismiga aylaning. Mana ham shu yerda qatnashing, kelgan odamlarga yordam bering, boshqa qiling, shuni bir qismi bo'ling deyish xohlagan odamlar albatta oldidan ozgina pul ketadi, lekin o'sha turistik viza bilan borib turib, B1 toifasidagi viza beriladi. Borib turib Amerika va Kanadaga volontyor bo'lib borish imkoniyati bor. Bundan foydalansa bo'ladi. Ajoyib. Qadrli kuzatuvchilar, mana Nurdin aka bilan Green Karta mavzulari, Amerikaga qonuniy yo'llar haqida gaplashdik. Shu paytgacha ko'rganlarga barchasiga kattakon rahmat. Nurdin aka, kuzatuvchilarga oxirgi so'zingizni yetkazsangiz shu Green Karta masalasida o'ynashlar bo'yicha. Yuqorida aytganimdek, birinchi navbatda oson narsaga uchish kerak emas. Hali ruslar aytadi-ku, tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Kim mana shu viza masalasida aldangan bo'lsa, tegini qara, teg zamirini qara, o'zingizlar ham kuzatsanglar bo'ladi. Boyiga va'dalar katta bo'lgan bo'ladi. Mana qo'ramiz, unaqa qo'ramiz. Boyiga oson va'daga uchish kerak emas. Nafaqat bu Green Karta masalasida. Hozir mana odamlarimiz mashina olishni ham, uy olishni ham aldanib qolyapti. Nima uchun? Siz ijtimoiy tarmoq rivojlangan, reklama kim nima desa devoryapti, nazorat qilish jismonan buni imkoniyati yo'q. Faqatgina o'sha holat yuzaga kelganda boyiga tegishli tashkilotlar chiqib ularga chora ko'ryapti, lekin gohida kech bo'lyapti. Rahbar qochib ketgan, boshqa bo'lgan. O'shaning uchun katta va'dalarga uchish kerak emas. Vizani
konsul qo'yadi. Firma qo'ymaydi. Ming zo'r firma bo'lsa, 100 yildan beri ishlayotgan firma bo'lsa, sizga viza olib berishi 100% deb aytayaptimi, bu firma gapiga ishonmang. 100% narsa yo'q. 90% bo'lishi mumkin. O'ziga juda ishongan bo'lsa, kerak bo'lsa konsul bilan gaplashib qo'ygan bo'lsa ham u 100% birov sizga kafolat bersa ishonmasligingiz kerak. Ikkinchi masala, bizda boyaga aytganimdek, o'zbekchilik duomiz, boshqa duomizni doimo ish ustasiga qildirish kerak. Gap bu yerda klient jalb qilish uchun, pul olish uchun emas, hamma sohada o'zini oqlagan bekordan bekorga 100 yillar davomida o'tib kelmayapti. Chunki shu so'ysa ham qassob so'ysin degan. Men bu narsani shunchaki ko'rib achinaman. Даже o'sha odamlarni o'ziga yuziga ham aytganman. Eslaysizmi? Kelgansiz. Albatta. Puldan qochib turib qilmadingizda, bugun nima holatda o'tiribsiz deymiz. Aka o'shanda adashdik-da, oshna og'aynilar aldi adashtirib qo'ydi, u bo'ldi, bu bo'ldi, uni gapiga uchdik, buni gapiga uchdik deydi. O'shaning uchun pulni yo'qotsangiz, birovga, ustasiga pul berib yo'qotsangiz, uni topasiz. Hammamiz ishlab yuramiz, pulni gadoy ham topyapti. Ishlagan odam pul topiladi. Ya'ni pul yo'qolsa keladigan narsa, lekin imkoniyat yo'qolsa, imkoniyat ketsa u kelmaydi u narsa. Siz bitta xato qilib qo'ydingizmi, u qaytib kelmaydi. O'shaning uchun doimo ishchi ustasi, biladigan, ishonchli odamga borib, o'sha ishchi ustasi bilan ishni boshidan qilgan ma'qul. Bir xil o'rtasidan olib keladi. O'zim to'ldiruvdim, xolam to'ldiruvdilar, ammam to'ldiruvdilar, yutib chiqdi. Endi qolganini o'zingiz qiling. Mayli, shunda ham ustasiga olib kelyapti, lekin orqasini ochib qarasangiz, boyagilar xato qilgan bo'lsa, siz o'z-o'zidan unga javob bermaysiz. Siz harakat qilasiz. Maksimalniy shu xatoni yopib turib, viza olib berishga. Lekin boshidan bitta odam bilan ishlasangiz, siz aytasizki, "Oka, men sizga keluvdim, boshidan sizga ishonuvdim. Boshidan endi o'zingiz qilib bering, oxirigacha o'zingiz qilib bering" desiz, boyagi odam mas'uliyatni bo'yniga oladi. O'zini nima deydi, reputatsiyasini o'ylaydi. Chunki norozi klient rozi klientdan ko'ra ma'lumotni tez tarqatadi. Odamlar norozilik ma'lumotni tezroq oladi. Mana kuniga 10 ta qo'ying, rahmat Nuriddin aka, viza olib oldim, kesim katta edi. Ko'pchilik e'tibor bermaslik mumkin. Bitta orasida chiqib qolsa, "Men shu odam meni vizamni kuydirib yubordi, u bu bo'lsa, ketdi, tarqab ketib qoladi." Hammaga eshitadi. O'shaning uchun iloji boricha mutaxassis bilan ishlang, katta va'dalarga uchmang va nima deymiz? Odam o'zi ham ozgina harakat qilish kerak, o'ylash kerak, fikrlash kerak, shoshmaslik kerak. Bizda shoshish ham juda ko'p bo'ladi. Shoshib bunga berib yubordim, shoshib bunga berib yubordim. Shoshmasdan miyani bir joyga qo'yib, bozorni o'rganib, kim qanaqa nima ish qilyapti. Puldan qochmasdan mutaxassisga bersa, menimcha, mana o'zingiz ko'rdingiz, gruppamizda nechta odam bor edi. Mana xolis ayting, kim norozi bo'lib yozdi? Hamma rozi bo'lib, xursand bo'lib, ishlarini bitirib, o'zi Amerikaga ketganlar ham bo'lgan. Qadrli ishtirokchilar, mana oxirgi so'zimni yetkazsam, men green cardni yutgan inson sifatida, oldin ham men green cardda o'ynagan paytimda yutib bo'lmaydigan, qandaydir erishib bo'lmaydigan narsa deb o'ylardim. Lekin agar taqdiringizga yozilgan bo'lsam, siz sababini qilib turib, to'g'ri, o'sha to'g'ri firma tanlab turib, rasmlarni to'g'ri tushgan bo'lsangiz, albatta yutasiz. Birinchisini yutmasangiz, ikkinchisini yutasiz. Birinchisini yutgan insonlar ham bo'lgan. Faqat to'xtamanglar, harakat qilinglar, maqsadinglar shunaqa dunyoning eng rivojlangan davlatiga borib turib rivojlanish bo'ladigan bo'lsam, green card o'ynab yuting. Agar green cardda qaysidir omadsiz kelmaydigan bo'lsa, qonuniy usullarda talaba vizasi yoki turistik viza bo'lib turib, yoki boringki ishchi vizalar bilan harakat qilib tursanglar, albatta niyatiga yetishasizlar. Barchani kuzatganingiz uchun rahmat. Nuriddin aka ham tashrif uchun kattakon rahmat deymiz. Ishlaringizga rivoj, xudo xolasa, shuncha yordam berganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'lasiz. Rahmat. Rahmat.